Yigitlar otalaridek yashamoqchi, qizlar onalaridek yashashni xohlashmayapti. Asosiy narsa shu yerda bo'ldi. Hammasi shu yerdan tarqaladi. Tafovut shundaki, bir tarafdan shuni qo'yishadi, ikkinchi tarafdan erkin fikrlaylar, tanqidiy fikrlaylar, natija ko'rsatinglar. Adan men 1, 2, 3, 4 yil ichida bir necha million dollar ishlay olardim. Nafik menga o'qish institutida. Ayol kishi bir pog'ona past bo'lish kerakmi? Unda u bir pog'ona tushish shart emas. Men bir pog'ona baland bo'lishim kerak degan yo'lni tanlashyapti. Bizni hozirgi O'zbekiston universitetlari yoshlarga to'g'ri keladimi? Raqobatbardoshmi ular? Kimdir informatsion do'zax deydi, kimdir informatsion jannat deydi, bilmadim endi. Savolga qaytaylik. Hozirgi yoshlar tarbiyalimi, betarbiyami? Kurashib olmasak hech nima bizga berilmaydi. Kurashib olingan narsa bu belgiki biz demak tayyormiz. Mana shu. Ma'naviyat va ma'rifat deb ko'pincha aytishadi. Elementlarni kiritishimiz kerak deyishadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Bundan effekt bormi o'zi, yo'qmi? Bu betarbiyalikmi? Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin men buni soft skillga yetishmasligi deyman. O'zbekistonning eng boy odamlari efirga chiqib nima dedi? Men hayotda kitob o'qimaganman. Xitoyni ketidan ketishga majbur bo'lib qolishi mumkin, chunki u eng effektiv yo'lni tanlaganda. Siz bu kitobni majburdan o'qiganmisiz? Yo'q, yoshim katta bo'lganda o'qiganman. Shu katta gap. Ya'ni ijtimoiy davlat nazariyasiga ko'ra inson ochlikdan yaxshi dam oladi, lekin dam olgan hisobiga ertaga yaxshiroq ilm olish kerak aytganingizdek. Oxiri tupik. Hozirgi klassik biznes oxiri tupik. Korlar birlashib, g'oyalarni birlashtirib, shu mana kimdir narsaga umuman har qanday tarixni ekstremallar yaratadi. Gitler ekstremal emasmi? Haqiqiy ekstremalda bular. Korxonasi o'ladigan bo'lsa, ishoning u uxlamaydi. Qaysi kitobni o'qish kerak deydi. Jarima qimmatmi, soliq qimmatmi? Jarima qimmat ekan. Korrupsiya qimmatmi, soliq qimmat? Birinchidan betarbiya emasda, ularga tarbiya berilgan muayyan bilan shug'ullangan. 2008-yilda inqiroz deysizlar. Undan keyin baribir Babulni hammasi yoriladi. Bilasizmi? Aqlli insonning ikkita ajralmas vositasi bor. Biri uning zehni, ikkinchisi qo'lidagi samaradorlik quroli. Ko'pchilik Asahini sifatli kitoblar makoni deb biladi. Bu to'g'ri, ammo aslida Asahi kitob do'konidan ancha kengroq ekotizim hisoblanadi. Bu yerda siz ish va o'qish uchun zarur bo'lgan smartfonlar, noutbuklar, gadjetlar va boshqa minglab mahsulotlarni topishingiz mumkin. Nega aynan Asahi? Chunki aqlli inson nafaqat texnikani, balki sifat va ishonchni ham tanlaydi. Asahida barcha mahsulotlar rasmiy kafolatga ega. Sifat nazoratidan o'tgan va muddatli to'lov shartlari sizga moslashadi. Endi sifatli texnika qidirib do'konma-do'kon yurishga hojat yo'q. Kiring, tanlang va Asahi Uz bilan hayotingizni smart formatga o'tkazing. Fikr 26 promokodi bilan notebook, planshet va smartfonlarni 100 ming so'm chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Asahi aqlli insonlar uchun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, dushmanlar bizda yo'q. Endi mana bugungi suhbatimizda bizda ajoyib inson, yangi avlod vakili Azam Qahramoniy, xush kelibsiz. Endi bir narsani aytib ketishimiz kerak, hozir tanishtirishni oxirida yozyapmiz va boshqacha taassurotlar bilan gapiryapmiz, chunki 2 soat qiziqarli suhbatlarda bo'ldik. Hattoki Lazzaka biz bilan to'liq ko'rsatuvda mana uzoq safarlardan qaytib keldilar. O'zimga xiyonat qilmadim, o'limda o'tiribman. Biz Lazzakani sog'indik, boshqa ketib qolmang. Unaqa uzoq davrlarda juda boy bo'lib ketsangiz ham iltimos keltiring podkastlarni olishga. Endi qisqacha iloji bo'lsa o'zingizni tanishtirsangiz. Podkast zo'r bo'ldi. Hikmat aka, Lazzaka bilan yana tanishib oldik. Rosa bahslar ketdi. Gap yo'q, hozir ko'tarinki ruhda bo'lyapti va endi o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, shu kecha ukam bilan ham gaplashyotdik shuni telefonda, qaysidir ish bo'yicha gaplashib, uni ham qilaman men endi. O'zi bizga Forrest Gump filmi juda katta ta'sir qilgan ekan deb kulishdik. Ya'ni men ham umrim endi juda uzoq yashamagan bo'lsam, hozirgacha, lekin ko'p narsalar qilishga ulgurdik 32 yil davomida. O'zi umuman 14 yoshimdan beri men kinorejissyor bo'lishni orzu qilaman. Doim bilardim men
hayotdagi yagona maqsadim rejissyor bo'lib filmlar olish, o'sha Oscar mukofotlari 100,000 martalab menimcha Oscar nutqimni repetitsiya qilganman oyna oldida, statuetkasini yasatganman, oyim uni tashib yuborganlar, bu butparastlik deb tashib yuborganlar oyim. Shunaqa narsalar bo'lgan. Вот. И butun umr shuning ichida bo'lib, ham aktyorlik, seriallarda aktyorlik bo'ldi, ssenariy yozish, qanaqadir maktab, universitetlarda turli spektakllar qo'yishda qatnashib, videolar, gazetalarga asos solganmiz, litseyimda, maktabimda ham, universitetda ham qanaqadir loyihalar qilardik. Keyin bo'lsa, Yolqin To'ychiyevni yopiq o'sha ssenariy kursiga qatnashganman 7-8 oy. Yolqin To'ychiyev bilishingiz uchun o'z davrini o'sha hozirgacha ham eng kuchli dramaturglardan 2000-2010-yillarda eng kuchli dramaturg deb shaxsan men hisoblayman, ssenarist deb, chunki eng mashhur shu Janob hech kim, Telba filmlari, Sevinch filmi, Xavfli burilish, adashmasam u ham bo'lishi kerak. Yolqin aka tomonidan yozilgan, Begonalar filmi ham, Telba filmi adashmasam Yolqin To'ychiyev tomonidan yozilgan. Endi rejissyori Ayub Shahobiddinov, lekin Afg'on va boshqa filmlar. Ularda ta'lim oldik, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. 2017-yilda bo'lsa Abzal Xo'jayev bilan Soyabon filmini olganmiz. Ular bosh rol ijrochisi va rejissyor va ssenarist. Men ikkinchi rejissyor bo'lganman, ham tashkiliy qismlariga, ham ular sahnada bo'lgan joylarda men rejissyorlikni ham o'zimga olgan paytlarim bo'lgan. Va aytib o'tishim kerak, Sarvar Karimovdan bir 3-4 yil avval oxirgi 10 yillikni eng zo'r kinosi qaysi deganlarda Soyabon filmini aytganlar. Buni ham inobatga olishingiz kerak. Bu shunchaki film emas. yaxshi chiqqan mustaqil filmlardan biri hisoblanadi. Keyinchalik bo'lsa ingliz tili o'qituvchisi bo'lib boshladim. Yillar davomida 13-14 yildan beri ingliz tili o'qituvchisiman. O'quv markaz, individual, onlayn, offlayn ta'lim hammasida dars berib ko'rdik. Juda ko'p o'quvchilar bilan ishladim, yosh u qari. Keyin orada YouTube loyihasi ochildi, Teacher Azam YouTube va eng qizig'i o'tdi ijtimoiy mavzulardan boshlangan, ingliz tilidan emas. O'sha ota-onalar bilan munosabat, 16 yosh bo'lganda nima qilardim, keyin esa ingliz tili darslari berilib borildi, qiziqarli faktlar bilan, o'zbek tilida IELTS qanday bo'lardi degan narsalarni o'ylab topganmiz. O'shalar o'zini paytda rosa mashhur bo'lgan, millionlab ko'rilgan va o'shanda odamlar 22-23-yillarda ingliz tili ustozi desa, birinchi bo'lib faqat Teacher Azam degan xayol kelinardi. O'sha paytda birinchilardan bo'lganmiz. Keyin yaxshi boshqa o'qituvchilar ham chiqdi, zo'r. Keyin IELTS mania boshlandi. O'sha davrlarga ham to'g'ri keladi, 22-21larga. Orada bo'lsa, mana Milliy TVda boshlovchilik qildim, siyosiy ijtimoiy mavzular bo'yicha. Undan tashqari Instagram boshqa joylarda ham ijtimoiy mavzularda yurolib, daraxt orasidan chiqib videolar qilamiz. Uni ham ko'rishgan bo'lishingiz mumkin va eng asosiy ishimni aytmadim, bu Anglify onlayn platformasining asoschilaridan biriman. Ziyoddin Vahobov partnyorim bilan birga va hozirda 110 dan ortiq xodim ishlaydi. Biz O'zbekistonda eng ko'p yuklanadigan, eng ko'p foydalanadigan ingliz tili platformalaridanmiz. Shu Duolingo bilan doim raqobatda yuramiz birinchilikni olish uchun. Endi orada Ibrat farzandlari ham aytib o'tishim kerak, ular ham va shu hozir to'liq mana shu biznes jarayonlarida, operatsion boshqaruvda biznesni o'zim uchun qaytadan kashf qilyapman. Men esimda shunaqa davrni eslayman. Biznes men uchun emas, men bilmayman buni. Juda qiyin narsa. Keyin bo'lsa, biznes qilish mumkin degan payt va hozirgi paytim bo'lsa, shuncha odam biznesni bilmasdan bosayotgan ekan-ku, men nega qo'rqqan ekanman deyapman hozir. Lekin shu bilan birga bilamanki, hali ko'p narsa o'rganishim kerak. Mana shunaqa davrdagi odamman. Ajoyib. Azam, rahmat. Bu ancha batafsil o'siz tanishtirdingiz bizani. Shu obunachilarimiz ba'zilarida tanqid qilishadi, bizani ozgina hate qilib, nega shunday mashhur vatandoshlarimizni ham hatto o'zingiz tanishtiring deysiz deb. Endi sababi biza auditoriyamiz ba'zilari tanimasligi mumkin, lekin Teacher Azamni biz ham eshitganmiz, 500 million followerlari bor va haqiqatan yoshlar nuqtai nazaridan bugun qiziqarli suhbat qildik deb o'ylayman. Aynan avlodlar o'rtasidagi qiziqarli tadbirkorlikni o'zida kashf qilib haqiqatan muvaffaqiyatli qilmoqchi bo'lsangiz, bizda Teamda Executive MBA programma bor, o'zim o'qiganman. Shuning uchun tropinkalardan, yo'lda adashib yurmasdan to'g'ri yo'ldan borish yo'li bu bizga executivega qo'shib. Shunday. Endi bular biznes egalari to'g'risida gapirdilar. Reklama bo'lsa reklama. Teacher Azamni ko'radigan ko'pchilik yoshlar bakalavr dasturimiz ham xalqaro Buyuk Britaniya diplomlarini beradigan qiziqarli dastur. Boshladik. Nimaga biz bu reklamalarni qildik, lekin qildik. Boshlaylik. Rahmat. Yaxshi, ajoyib, rahmat. O'zi haqiqatan ham sizni davringiz, mana agar nazariyasiga qarasa, shu 90-yillarning boshi
bo'linish davri ekan. Ularni etiklik avlodi qisman o'sha Y desak bo'ladi, millenial yoki Y generation. Ular sekin internet, lekin internet уже bor, internet nimaligini yoshlikdan bilasiz, lekin u sekin bo'lgan. Keyin esa raqamlashtirishga o'tgan avlod. Biz esa, ya'ni men o'zim ham ikkalasiga taalluqli deb o'ylayman, 81-yilman. Endi Laziz aka ancha 70dan boshladi. 1970. Nima aytishlik bo'lganligi uchun bular ham juda internetni marginal. esini hech kim bilmaganligiga, masalan, 10 yil internet kelishdan oldin men o'sha internetda edim-da. Shunaqa. Lekin bularning avlodi men ham shu narsaga mansub deb hisoblayman. Sovet yoshligi, ya'ni defitsit, haligi tanqischilik Shunday. va ma'lum bir yangi hayot paydo bo'lgan, ya'ni biz ham qaysidir ma'noda yonma-yonmiz, lekin farqli joylarimiz bor. Siz mani avlodimning qiyinchiliklari dedingiz. Haligi stand-upda shularni gapirib bering. Ya'ni asosiy 3 ta nima qiyinchilik bilardingiz o'zingizda, ya'ni siz avlodingizda va keyin shu Z'ni ham qamrab olsak. Nima birlashtiradi milleniallarni? Eng hammani birlashtiradigan asosiy narsa bu ota-onalar bilan munosabat. Milleniallar o'sha ota-onasi bilan bog'liq bo'lgan. Endi bu yerda hozir men qiyinchiliklar demayman, qanaqadir rang bermayman bunga, pozitiv yoki negativ. Umumiy qilib experience bo'lgan tajriba deb olamiz. Shundan barchasidan xulosa chiqarib, qanaqadir ongli bo'lishga harakat qilgan avlod, осознанный degan hozir narsa modaga chiqqan va o'z bolalarini hozir umuman boshqacha tarbiya berayotgan avlod. Bu yaxshi trendmi, yo'qmi? Men aytolmayman buni, chunki Z avlod, alfa avlod, katta bo'lgandan keyin buni bilamiz, ko'ra olamiz. Va mana shu ham MDH mamlakatlari, postsovet mamlakatlariga tegishli narsa bo'lyapti hozir. O'ziga yarasha madaniy inqilob, uzoqqa cho'zilgan inqilobga aylanyapti. Negaki xuddi shu narsa o'zi X avlod bilan AQShda bo'lgandi. X avlod va millenial avlod orasida bo'lgan bu narsa. Aslida konservativroq X, kechirasiz, menimcha adashdim, boomerlar bilan X ham bo'lishi mumkin. Chunki madaniy revolyutsiya 60-yillar oxirida bo'lgandi. Aytmoqchi bo'lganim, ularda ham biz o'rganib qolganmizki, ota-onalar bilan ziddiyat har doim bo'ladi. Ular meni tushunmaydi degan narsa doim bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin doim bunaqa, hamma joyda unaqa emas. Uni juda ham o'tkir davri bo'lgan. U o'ziga yarasha o'sha 60, 70, 80, 90-yillarda bu bo'lgan, bizda mana endi bo'lyapti. Ko'p postsovet mamlakatlarda mana endi o'tyapmiz shundan. Va biz va bizni farzandlarimiz orasida bunaqa ko'p tushunmovchilik bo'lmaydi. Ma'ni umuman tushunmayapsizlar. Sizlar umuman boshqa narsa gapiryapsizlar. Qadriyatlar tizimimiz tubdan farq qiladigan narsa bo'lmaydi endi. Umiddasiz. Deb umid qilaman, ha. Deb umid qilaman, to'g'ri. Albatta qo'shilmasligi. Endi qarang, bu yerda mana ko'pincha ba'zi bitta nuqtai nazar bor, industrial sanoat inqiloblariga bog'lashadi. Ya'ni hayot tarzi keskin o'zgarish davri va hali to'g'ri siz disclaimer aytib ketdingizki, Amerika va boshqa rivojlangan mamlakatlarda texnologiyalar bilmadim 60-70-yillardan paydo bo'lganda, to'g'rimi? Ularda hatto kir yuvish mashinalari bo'lgan. Endi internet albatta ommalashib, misol uchun 80-90-yillarda keldi. Lekin bizni mamlakatlarimizda nisbatan qoloqlik deymizmi yoki ular ancha oldin edi. Biroz ortda qolish. Ha. Shuni ham ta'siri bo'lishi mumkin va bizda ma'lum bir jarga tushish bo'ldi. Ya'ni o'sha 90-yillarda sobiq ittifoq qullaganidan keyin bir 10 yil, 15 yil bizni jamiyatlar keskin qulab ketdi. Hayot sifatida, munosabatlarda, ota-onalar bilan bo'lgan munosabatlarda, ba'zi kasblarga prestij keskin tushib ketdi. O'tgan safar olim kelganlarda Farhod aka shunaqalarni aytgandilar. Ha, qo'shilaman. Juda katta mavzu aslida va men o'ylaymanki, bizda O'zbekistonda bizga jamiyatshunoslar ko'proq kerak, professional, tajribaga ega bo'lgan va fikrini endi o'zbek tilida, chunki o'zbek auditoriyasiga yetkazib bera oladigan jamiyatshunoslar bizga kerak. Ha. Endi men haligi savolni yana bir qayta chuqurroq kirishga harakat qilardim. Mana biza Laziz aka bilan 45-50 yosh atrofidamiz. Ish beruvchimiz va bizni ko'radiganlar ish beruvchi. Biz universitet tashkil qilganmiz, bizda yoshlar o'qiydi. Ya'ni biz yoshlar bilan ish berish nuqtai nazaridan, o'qishni tashkil qilish nuqtai nazaridan ko'p demak duch kelamiz va ularni tushunishimiz kerak. Endi siz bizga yordam bering. Nima asosiy farqliklar bor bizni fikrlashimizda? Nimani keskin biz tushunmayotgan bo'lishimiz mumkin?
Savolingizni tushundim. Endi bilasizmi, javob beradigan bo'lsam, birinchidan umuman linzani deydimi, paradigmani o'zini ham o'zgartirishi mumkin. Ya'ni biz nimani tushunmayapmiz degan tarafdan ham qarash kerak emas. Unaqa emas. Ya'ni ajratish shart emas. Bu boshqa avlod, biz boshqa avlodmiz, biz tushunmayapmiz degan tomondan qarash kerak emas deb o'ylayman. Ularni ham albatta tushunsa bo'ladi. Orada juda katta farq yo'q aslida. Men zoomerlar bo'ldi, zoomer endi bo'ladi demagan bo'lardim baribir. Chunki O'zbekistondagi zoomerlar bu hali light versiyasi. Mana men o'zim Englifyda ham xodimlarim orasida zoomerlar juda ko'p. Lekin ularning hammasi ham to'liq zoomerga tortmaydi hammasiga. Orasida baribir haligacha shu biz yoshligimizda qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa bolalar bor. Ha, oz g'alati eshitishi mumkin. Xonaga kirsa o'rnidan turib salomlashadigan. Mana zoomerlar unaqa qilmaydi. Shuni bilishimiz kerak-da. Zoomerlar o'rnidan turib assalomu alaykum demaydi. Ular ishini qilib o'tiradi. Borib oldiga ko'rsangiz, assalomu alaykum deydi, dalish ishini qilib ketaveradi. Mana shunaqa detallarda ko'rinadi, rostdan ham. Shu tarafdan oladigan bo'lsak, katta hali tafovut bor demagan bo'lardim. Qaysidir marginal kamchilik bo'lishi mumkin. Lekin zoomerlarda hozir baribir mana shu 2003, 2004, 2002 dan keyingi tug'ilgan avlodda baribir yoppasiga seziladigan farqlardan bittasi bu o'sha biz ko'p gaplashgan biladigan Stalin sharpasi ancha kamaygan, anchagina kam. Biz baribir bu qo'rquvni olganmiz dozasini ota-onalarimizdan kelganda, u yoqqa ancha kam borgan. Shu narsa seziladi. Ular fikrini aytishga qo'rqmaydi. Siyosiy mavzularda ham, ijtimoiy mavzularda ham ayta oladi. Bu yaxshi bo'ladimi biza tomonidan betarbiya bolalar? Ha, yo betarbiyalik deb hisoblasa bo'ladi va qaysidir ma'noda qo'shilaman. Betarbiyalikka negaki soft skilllar kam. Soft skilllar ancha kam ekan. Terminda уже biza javlik borda. Chunki bizani ota-onamizni tarbiyalagan nima degani? Bu itoatkorlik. Ha, to'g'rimi? Qancha ota-onaga, dodalarga, mahallaga, kattalarga so'zsiz itoat qilish. Shunday. Va bu jamiyatning konstruksiyasi bo'lgan. Shunday. Xo'p, endi bu betarbiya bola, bu misol turib salom bermaydigan yoki boshqa bir xalq andisha qilmaydigan, o'zini dadil ko'zga qarab gapira oladigan va hokazo. Bularga hozir kattalar bir negativ deyapti-da. Shunday. Mana shundan keyin baxtlarga so'z bersangiz LGBT boshlanadi deb aytvoradi. Ha. Shuni olib qo'yapti-da. Bu g'albdan bu o'rganiladi, keyin aqni ayrotona qilib bitsa ketadi. Shunaqa. O'shanga siz aytasiz, bu muammo emas deyapsiz. Bu betarbiya degan so'zni ishlatmasak bo'ladimi? Betarbiya emas degan so'zni ishlatish shart emas. Betarbiya deyish shart emas, lekin soft skilllar o'zi olinishi qiyin. Ya'ni 14, 15, 16 yoshli bolalarda qiyin-da. U tajriba bilan keladi. 20 yosh, 22 yoshda ham hali rivojlanmagan bo'ladi. Bu kommunikatsiya mahoratlari yoki xonani his qilish degan baribir bunaqa skilllar bor. Qanaqa напряжение bormi, to'lqinlarni his qilish, hozir kimda qanaqa o'tiribdi. U narsalar ancha kam rivojlanmagan. Negaki ular uchun o'yingoh yo'q buni rivojlantirish uchun. Ya'ni sandboxni o'zi yo'q. Biz yoshligimizda bu narsa bizga starter pak qilib berilardi, majburan berilardi. Bu bilan alohida ishlaniladi-da. Va biz o'sha barcha travmalar bilan birga qo'shimchasiga shularni ham olganmiz. Proshivkani ichida bo'lgan, hammasi minusi bilan pluslari ham bor edi. Hozirgilar buni alohida o'rganish kerak. Lekin hamma ham o'rganmayapti. Hattoki mana AQShning o'zida yarim yilcha oldin hamma gapirib alohida Gen Z Stare degan ibora ham chiqarishdi. Time jurnallarida ham alohida chiqdi bu haqida. Qarashmi? Ha, Gen Z'ni qarashi degani. Bu qalbsiz, mehrsiz baqirayib turish. Bu Gen Z shunaqa deb hamma sezdi-da buni. Bu betarbiyalikmi? Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin men buni soft skilllar yetishmasligi deyman. Starbucksga kirishyapti, kafega kirishyapti, McDonald'sga kassir turibdi, qarab turadi sizga. Salom yo'q, alik yo'q, sizga nima yordam bera olaman? Yo'q-da. Chunki transaksionni izdержка-ku bu. Kerak emas. Skriptda yo'q-ku bu narsa. Skriptda yo'q. Ha. Hamma gap shunda. Vot, skriptda yo'q. Endi qarang, mana azam bizni ta'lim sohasiga bog'liqmiz va umuman jamiyatdagi ba'zi qarorlarni, davlat idoralarini gaplarini eshitib qolamiz.
ularni manimcha juda ham qattiq bezovta qiladi bu. Ya'ni o'sha sizlar betarbiya yoki sizlar salomlashmaysizlar yoki haligi avtoritetlarni qabul qilmaysizlar so'zsiz. Va biza demak ta'lim tizimida sizlarni tarbiyalovchi ma'naviyat va ma'rifat deb ko'pincha aytishadi, elementlarni kiritishimiz kerak deyishadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Bundan effekt bormi o'zi, yo'qmi? Chunki ba'zilarda uchib keladi-da universitetlarga topshiriqlar. Mamnaq qilinglar, u yog'iga qaranglar, bu yog'iga qaranglar. Tarbiya qanaqadir model bor, eski model va o'sha lineyka bilan o'lchash hali ham bor-da. Va ya'ni qo'shimcha bunga o'qib ketaman. Bu yerda kognitiv dissonans bo'lyapti-da. Biz tomonlama davlat tarbiyalamoqchi bo'ladi, itoatkor xalqni o'ziga, maktabdan boshlab. Ikkinchi tomondan prezident chiqib aytadiki, maktab bu tarbiyalovchi emas, ota-onani hozir jazolayapti. Maktabga bola bormasa yoki bir narsa qilsa, ota-onani chaqirib, ota-onani jazolashadi. Aytadi, uyda tarbiyalash kerak deydi. Men uyda misolan qadriyatim boshqacha bo'lishi mumkin. Lekindir. Man tarbiyalash deganda sizlar okalar nimani tushunyapsizlar? Bizga instruksiya beringlar. Tarbiyalash nima degani? Biz uyda kommunist partiya aytgan. Nima degani kommunist? Mana bu unaqa odam. Komsomol bunaqa bo'ladi. Pioner bunaqa bo'ladi. Buni ota-ona ham tushunadi. Ramkalar aniq bo'lgan. Maktabda bog'chapa ham tushunadi. Shunday. Oktyabryat, pioner, mana aniq tizim bor edi. Konsensus общественный, jamoaviy bor. Yana bitta tafovut. Bu lekin mana ikkinchi mavzu ko'tardingiz, bunga qaytamiz hali. Va ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Tafovut shundaki, bir tarafdan shuni qo'yishadi, ikkinchi tarafdan erkin fikrlaylar, tanqidiy fikrlaylar, natija ko'rsatinglar, chempion bo'linglar deb u yoqdan talablar qo'yishadi. Va bu yerda juda katta tafovut bordek. Nima deysiz? Bizda yo'q edi, sizlarda yo'q tafovut deyapti. Bizga katta mavzu. Rostdan ham katta mavzu. Birinchi navbatda mana bu zoomerlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular tushunishimiz kerakki, hozir mono madaniyat yo'qolib borayotgan payt. O'zbekiston ham shunga duch kelyapti. Biz o'sha bitta kanallarni, bitta serial, bitta filmni tomosha qilmayapmiz. Men ota-onalarimdan doim eshitganman, biz o'zimiz yoshligimizda ham bo'lardi. Juma kuni kechqurun soat 8 da qaysidir film ko'rsatilsa, shanba kuni maktabga borib, hamma shuni muhokama qilardi. U narsa yo'q hozir. Chunki juma kuni kechqurun hamma har xil narsa ko'rishi mumkin. Xohlasa Instagramda o'zini for your page chiqadi, o'zini rekomendatsiyasi, YouTube Shortsda o'zini rekomendatsiyasi, kimlar televizor ko'radi. Xilma-xillik katta va albatta har bir ma'lumot, ya'ni san'at formasi qanday ma'lumotni tarqatadi va qanday qadriyatlarni translyatsiya qiladi. Busiz iloji yo'q. Demak, info maydonida turli xil turdagi qadriyatlar tizimi translyatsiya qilinyapti va hamma o'zini formulasini har xil yig'yapti, har xil dozada yig'yapti. Va bundan umumiylik albatta yo'qoladi. Lekin siz aytgandek, maktab o'zi mana shu narsa bilan shug'ullanar edi. Jamiyatga o'zi asosan fuqarolarni tayinlab beradi. Turli maqsadlar uchun, maqsadlarni aytib o'tirmaymiz. Asosiysi tizim ishlashi uchun. Har bir hukumatning maqsadi tizim ishlasin, asechka bermasin, soliqlar to'lansin-da. Unda olib qaraganda, uni har xil yo'li bor. Orwellskiy yo'li bor yoki Odivniy mir muallif ismi Huxley yo'li bor. Va o'sha ikkita diapazonning orasidagi nuqtalar, koordinatalar bor-da. Har xil qilsa bo'ladi bu narsani. Maktab haligacha shu ish bilan shug'ullanmoqchi, lekin biz realiyalarni hisobga olishimiz kerak. Qanaqa zamonda yashayotganimizni, kimdir informatsion do'zax deydi, kimdir informatsion jannat deydi, bilmadim. Endi Ravikantning gapi bor-ku, biz tarixda birinchi marotaba odamlar semizlikdan o'lyapti, ochlikdan emas. Tarixda birinchi marotaba bizda ma'lumotni biz endi filtr qilishimiz kerak, dieta qilishimiz kerak. Oldin detox qilishimiz kerak. Agar tanqischilik bo'lsa, hozir xuddi shu narsa ma'lumot bilan hamda hamma har xil ma'lumot olyapti. O'shaning uchun ham bir xillik yo'qolgan, mono madaniyat yo'qolmoqda. Bizda ham sekin-sekin, lekin bu narsani yana qo'shimcha qilish kerakki, biz shahardamiz, biz Toshkentdamiz. Savolga qaytaylik. Hozirgi yoshlar tarbiyalimi, betarbiyami? Bu ham mana hozir shu bo'yicha aytaman. Bu bizning perspektivadanda. Jamiyat uchun umuman farqi yo'q. Jamiyat uchun va hukumat uchun ishlasa bo'ldi. Qaysi tizim ishlasa ham bo'ldi. Fransiyani oladigan bo'lsak, jamiyatini bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Fransiyada hattoki otalik ni tekshirish uchun DNKlarni ham taqiqlashganda, negaki bolasi o'zidan chiqmaydi.
lekin bu jamiyat ishlayaptimi, mayli. Oila institutida parchalanib ketadimi, umuman farqi yo'q. Siz hozir o'zingiz fikringizni aytyapsiz, shu farqi yo'q. Lekin biz ko'ryapmiz-ku, san'at vazirligimi? Fransiyadami? Yo'q, O'zbekistonda. Давайте bir hikoya aytaylik. Madaniyat vaziri. Madaniyat vazirligi, qanaqa ashula aytish kerak, ashula qanaqa kiyinish kerak, ko'kragi ko'rinish kerakmi, ko'rinish kerak emasmi va hokazo. Shu juda katta bir rezonans bo'lib ketadi. Shunaqa. Bunga nisbatan maktabga formasiz ana rektor jurnalistikada qancha u son Amerikada yo'q, son Angliyada частный maktabda formali, bittasi formasiz. Вот Mezotsikl. no bizada ommabop-da mana hozir Shunday. частный maktablarga ham bola kelyaptimi yo'qmi? Nimaga uyda maktab befoyda real bo'lsa, bunga hali fikrlarimizni aytamiz. Lekin nimaga домашнее образование bo'lishi mumkin emas? Chunki baribir значит maktabga tiqib tarbiyalamoqchi. Shunday. Nazorat qilmoqchi. Ha, albatta qilmoqchi. Negaki mana shu orqali tizimli qanaqadir asechka bermaydigan, xato chiqmaydigan tizim yaratishni yo'li shunda ko'rilyapti. Fransiya u yoqda ko'radi. Chunki ular tarixan bosh narsadan o'tib kelishgan. Ular uchun shu. Misol uchun, men yaqingacha o'ylardimki, har bir hukumatga oila instituti saqlanib qolishi muhim. Bu fundamental narsa deb ishonardim. Unday emas ekan. Agar oila instituti siz hozir yana Fransiyani aytyapsizmi? Yo'q. O'zbekistonda qaytamiz. Mahalla komiteti, nima deydi? Ajrashish, o'lish, tug'ish. Shunga hozir qaytamizda shunga. Aytmoqchi bo'lganim, shuni tushundimki, oila instituti fundamental emas ekan. Agar usiz ham tizim ishlayversa, ishlayversin. Lekin O'zbekiston uchun hozirda oila instituti fundamental ko'riladi. Shu orqali jamiyatni yecheykasi-ku bu bitta baribir, bitta bo'g'ini. Shu orqali jamiyat demak ishlaydi, soatdek ishlaydi deb ko'rilmoqda. Va maktab orqali, instrument orqali va boshqa yana instrumentlar, hali ham televideniya orqali bu narsa saqlanib turilibdi. Mana shu konstruktni ushlab turish. Va albatta maktab eta olmaydi, to'g'ri hukumat eta olmaydi. Ha, maktab tarbiya beradi, ota-onalar mayli. Bemalol расслабиться quvringlar deya olmaydi. Sizda aytganda shu gapni, tushunyapsizmi? Mana bu ham qiziq narsa. Aytgan anaqa. Bo'ldi, sen ishlagan zavodda, men bolani menga bergan bog'chadan, men unga yaxshi ovqat beraman. Haqiqatan shu badasdan tushgan. Jismoniy tarbiyalayman, fizkultura va daqa. Maktabdan keyin Dom pionera, Dvorets pionera, men unga foto apparat qiziqadimi, raketaga qiziqadimi, san'atga qiziqadimi, musiqaga qiziqadimi, chempion bo'lmoqchiman. Hamma sharoit yaratib, tarbiyalab, nima deydi, ideal jamoa uchun, odam o'zim uchun tayyorlayman. Shunday. Endi mashinaga sizni fikringizni bilmoqchiman. Mayli, davlatni qo'ya qo'ylik. Biz ko'ryapmiz, yetak bilamiz. Vazirliklar orqali, bog'cha vazirligi va talalar. O'zingizni fikringiz. Men agar aytadigan bo'lsam, oila haqida, oilaviy institutlar haqida, maktabda o'qimaslik haqida va sizlar nima biz ham jертвамizda kelamiz. Biz ham miyamizda oila bo'lish kerak. Shunday. 24 yoshgacha uylab qo'yish kerak. Qizni 23 yoshgacha berib qo'yish kerak. Maktab institut o'qish kerak. Nima berilgan? Deyapti, adam men 1 2 3 4 yil ichida bir necha million dollar ishlab olardim. Nafik menga o'qish instituti edi. Ha, bu ham to'g'ri fikr bo'lishi mumkin. Men aytadigan bo'lsam, mana SSR Sovet paytini hozir misol qilib keltirdingiz. Mustaqillikdan keyin o'sha paytda maktabda o'qiganlar, bu 80 va 90-yillarni birinchi yana tug'ilganlar asosan desa ham bo'ladi. U paytlar bu o'sha silent generationga bizni o'zimizni kichik silent generationimiz bo'ldi-da, shu, ya'ni jim, sokin avlodimiz bo'lib qoldi. Qaysi ma'nodaki biz o'tishda vakuumni to'ldira olmay qoldi. Bu narsani ora-chora baqirmasdan pichillab etishyapti hozir, ya'ni muvaffaqiyatsiz eksperiment bo'lgan deb. Gap nima haqida? Mana shu sovet g'oyasi ketgandan keyin o'rnidagi vakuumni nima bilan to'ldirish. Tabiiyki, buni o'sha paytda diniy g'oya bilan to'ldirilmadi. Chunki biz bilamiz, o'zi mustaqillikda prezidentlik poygasida qanday bo'lgan, keyin qanday davlat qurilgan, uni hammamiz tarixdan bilamiz. Tabiiyki, shu sababdan ham sekulyar davlat bo'ldi-da, lekin g'oyaviy bo'shliqni qanday to'ldiramiz deyildi. Va o'sha paytda u yoqdan bu yoqdan hamma joydan terildi. Nietzschedan olishgan super odamni, sovetdan qolgani bor, dindan olingani bor. Komil inson g'oyasi bizga o'rgatilgan. Vatan tuyg'usida, boshqasida biz o'qiganmiz. Komil inson qanday bo'ladi, odobnoma bo'lgan. O'sha paytda
yangi formula tuzishga harakat qilindi, lekin u muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Hech qanaqa naf bergani yo'q, chunki ekspertlarning o'zi yo'q edi. Hech kim o'zi bilmasdi. Sarvar Karimov mana ustozim ham aytardi, madaniyat, ma'rifat va qadriyatlar bo'lish kerak-da. Qaysi qadriyat? Nima u ma'rifat? Sizlar ham aytdilar-da shu so'zni, shu savol ko'tardinglar. Mana ma'naviyat nima u? Qani uni ta'rifi? Qayerda yozilgan? Qani o'sha ta'rifi? Hech kim bilmaydi. Va mana shu bir tushunarsiz yillar bo'ldi orada. Endi hozir biz rostdan ham yangi iqtisodiyot paytida toza ochiq bozor va toza kapitalistik munosabatlarga o'tamiz. Va eng qizig'i bu faqat pul munosabatlarida emas, bu qadriyatlar, ma'naviyat ma'nosida ham kapitalistik munosabatlarga o'tib ketdik. Ya'ni bolani tarbiyasi ham kapitalistik instrumentlarga qurilyapti. Sen o'zing hal qilasan. Yaxshiroq maktabga berib, xolos sen tarbiyasini yaxshiroq qil. O'zingda resurs bo'lsa, kapitaling bo'lsa, ya'ni bu yoqda kapitaling bo'lsa, o'zing tarbiya qil. O'sha narsa qilinyapti endi. Men shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa qilinyapti, lekin yana bir marta sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yoki siz aytaylik, men fikrim aytmadim baribir. Aytmadim, chunki men bir narsa men shuni ko'rib o'tiribman-da. O'zbekistonda 30-35 bu yog'iga qaraganda 1-2-3 yil ichida asosiy millat bu yoshlar bo'ladi. Ha. Bu davlat. Shunday. Bu biza emas. Mana shu hozir tug'ilganlar sekin-sekin katta bo'ladi. Bular natsiya. Ha, bular davlat. Bular nima? Mana 15 va 16 ga kirayotgan bolam bor. Yana bitta qo'shimcha tushundim. Zakani savollariga qurib, shunga ham ozgina aytsa bo'lsa. Mana men auditoriyaga chiqqanimda, o'quv markazlariga borganimda, viloyatlarda bitta yaxshi ko'rgan savolim bor-da. Sizlar o'zingizlarning kelajagingizni qayerda ko'rasizlar? Ya'ni qayerda? Toshkentda aytaylik, ular Toshkentga ko'chib kelmoqchi yoki chet elda. Kim chet elga borib o'qimoqchi desam, 30 ta odamdan taxminan bir 90% qo'l ko'taradi. Bu 1-2 yil oldin bo'lgan narsa, bilmadim bu o'zgaryaptimi yo'qmi, siz ham yoshlar bilan ishlaysiz. Mana shu endi shartli ravishda hashtag surish kerak. Bu hali ham bormi? Bundan qo'rqish kerakmi, yo'qmi? Bu normalmi? Ya'ni yoshlar hozir o'zini O'zbekistonda, ayniqsa iqtidorli yoshlar, kelajagimizni quradigan yoshlar O'zbekistonda ko'radimi o'zi, yo'qmi? Biza hozir nima deylik, exploring deb biza o'rganmoqchimiz. Sizni modelda siz yoshlar bilan o'zingizdan yoshlar bilan ishlaganingiz uchun mana shunaqa bir inqiroz bormi oliy o'quv yurtlarida, oila bo'yicha necha yoshda taxminan ularda haqiqatdan hozir har kuni anaqa qachon uylanasan, qanday siljishlar bor, nima siljishlar, nima haqida ular o'ylayaptiki, andisha bo'yicha bizga video ota-onaga gapirmasa bo'ladi. Sizni nimangizda bir glashatay qilib gapiringchi bizga. Demak, undan oldin aytishim kerak, qayerdan olaman bu ma'lumotlarni? Tabiiyki, o'zimni qo'l ostimdagi xodimlar, aksariyati zoomer, bu o'rtacha 20-25 yosh, 20-25 ta odam haqida gap ketmoqda. Undan tashqari, doimiy ravishda Telegram kanalda yoki YouTube izohlari, Instagram izohlarida albatta qarab, menga ham juda qiziq, mana shu to'lqinlar, kayfiyat qanday shakllanyapti, o'shandan olib aytaman. Savoliga keladigan bo'lsak, deylik, surish masalasi ancha bu manya tushgan. Negaki juda ham yaxshi bilasizlar, iqtisodiy boom boshlanganda bir necha yil avval, hozir ham endi pikaga chiqmoqda. Biroz stagnatsiya bo'ladi. Bundan ham menimcha pikka chiqmasa kerak, lekin shu darajada nechadir yil hali ushlab turiladi. Surish kerak deganlar bu o'sha 14-15-yillarda, 13-yillarda ancha yumshagan, chet elga chiqish, xususiy sektorga berilgan ko'p imkoniyatlar. Mana men o'zim work and travelga borganman-da 15-yilda. Lekin 2008-2007 yilda work and travel bu ancha yopiq edik. Ya'ni Karimov hayot paytlarida bo'lgan bu narsa. Keyin 16, 17, 18 da ham bo'ldi. Surish kerak, lekin qaralsa imkoniyatlar ochilyapti. Biznes imkoniyatlari va biznesda o'sish imkoniyatlari, karyera narvoni juda ham tezlashib ketdi. Men hayron qolaman. Bu yaxshi aslida. Avval misol uchun entry level bo'lib, stajyor bo'lib turib, deylik top manager bo'lgungacha bo'lgan yo'l odatda 15 yillarda 2 yilda, 3 yilda top menejerga chiqishyapti. Nega? Chunki kerak ular hozir. Biznes rivojlanmoqda, tezroq tarbiyalash kerak va bu narsa tabiiyki qayta ko'rib chiqishga olib keldi va yoshlar qolishni ham yaxshi variant sifatida ko'raverishadi hozir. Lekin chet elga ketish ham bu tabiiy. Men javobim shunaqa. Uylanishga keladigan bo'lsa,
u yerda ham 24-23 uylanish shart degan narsa yo'qolyapti. Qizlarda ham, bolalarda ham. Lekin baribir hozir mana shu erkak yoki yigitlar inqirozi butun dunyo bo'ylab bo'layotgani uchun ham ba'zilar voqli tezroq uylanishni baribir yechim sifatida ko'rishyapti. Bu u odamlar to'liq siklni aylanib kelgan odamlar. Ya'ni uylanish kerak yoshingdan deydiganlarda, keyin yo'q, men o'zim yashayman, uylanish kerak emas, o'zim hayotimni quraman. Qiz va yigit bozorida, marketda men o'zim ishtirok etaman, u yerda qiynaldim, bo'lmayapti, oyijon bo'pti, top bering menga qiz, uylana qolaman deb aylanib kelishyapti-da. Unaqasi ham bor. Nega ajrashdilar bunaqa anamaydi katastrofik vaqtda? Bu haqida YouTube video tayyorlayapmiz. Anchadan beri men bu haqida research qilib yuribmiz. Bir oydan oshib ketdi. Haligacha ham syomkasini qilmadik, chunki bu juda ham subyektiv fikrlar bo'ladi. O'shaning uchun menga ham ehtiyot bo'lishim kerak. Lekin men o'zim uchun shu narsani tushundimki, albatta qadriyatlar to'qnashuvi. Qadriyatlar to'qnashuvi, kutuvlar to'qnashuvi. Qizlar, yigitlar umuman hozir har xil kutuvlar bilan yashashyapti va juda bir yaxshi gapni eshitdim. Qozog'istonlik bloger aytgan bu gapni. Hozirgi mana yoshdan oladigan bo'lsa deyapti. Yigitlar otalaridek yashamoqchi. Qizlar onalaridek yashashni xohlashmayapti. Asosiy narsa shu yerda bo'ldi. Hammasi shu yerdan tarqaladi. Ya'ni qiynalgisi kelmayapti. O'sha kelin qaynona institutiga kirmoqchi emas. Ko'rasiz, mana bunichi xuddiki biz aytamiz-da hozir. Unaqa emas deb e'tiroz bo'lishi mumkin. Muammosiz. Sizni singlingiz bor, opingiz bor, qizingiz bor. Gaplashing, so'rab ko'ring. O'zlarini onalaridek yashashni xohlashmayapti. Ya'ni o'sha sababi. Kattalar balki shudir. Katta ehtimol bor. Argument aytadi-da. Kechirib qo'yasiz bizani. Biz qiynalganmiz. Sabr degan so'z bor. Biz sabr qilganmiz. Sabr qilganmiz mana shu karyerada 10-15 yil. Qisib o'tirish degan narsa bor. Shunday. Qadriyatimizda yomon so'z emas. Bu mana shu so'z ikkita narsani bildiradi. Sabr va qiskin degan ma'no. Shunday. O'shanga aniga qiskan boy bo'ladi degan nimadan o'tirganmiz. Hozir aytadiki, nimaga men sabr qilishim kerak? Anaqa sabablarni eshitsam, odamlar ajrashishini-da, biz ham misol Hikmat akamdan uyda 50 marta ajrashimiz kerak edi. Bular sababini agar. Lekin bu krizisdan oilalar o'tish kerak-ku. Bu ham spiralku. Bu sotsiolog, psixologlar tomonidan bu normal holat 2 yil ichida 3 yilda yoki anaqa semeyniy krizislar bo'ladi. Undan o'tish harakatlari bo'ladi. Sabr qilsa, o'tib keyin mana shu birgalashib shestronkalar bir-biriga tegadi. Nega bu sabrsizlik, betoqatchilik shunaqalikka bo'lib ketyapti? Sizni so'ramoqchiman. Qiziq narsadan bittasi, erkaklar hozir men tushunishim bo'yicha oilada endi faol ishtirokchiga aylanishi talab qilinyapti. Avval erkakdan talab qilinmagan, qaynona bor. Ular o'sha oiladagi ijtimoiy konstruktni ham, munosabatlarni aniq o'rnatib berilgan, jamiyatda o'zi o'rnatgan edi. Hozir erkaklardan ham ishtirok talab qilinyapti va ularning emotsional intellekti yetmay qolyapti bu joyga. Chunki o'zi aslida bu bor narsa erkaklarning emotsional intellekti pastroq bo'ladi. Shu hisobdan ham deylik oddiy misol o'sha to'ylar bo'layotganda kimdir uylantirish kerak, qiz chiqarish kerak edi, erkaklar liderlikni ayollarga beradi. Chunki detallar ikir-chikir, qaysi joyda hal qilish kerak, buni chaqirish kerak, yo bu uzoqroq qarindosh, buni bunday qilamiz, mana buni qilinadi. U hammasi bilan ayollar shug'ullanadi, erkaklar emas. Bu katta tadbirda shunday bo'lyaptimi? Ichki oiladagi har kunlik ishlarda ham shunday. Maishiylarda ham hal qilib olinglar o'zinglar deydi. Lekin hozir talab qilinyapti, erkaklar ham qatnashish kerak, eshitish kerak, nima bo'lyapti o'zi. Bir shunaqa gap haqida podkastdan qayerda eshitdim. Bizlar qizlarga urg'u berib, ularda o'qishiga oldin erga berishga to'g'ri tarbiyalar qilingan. Hozir faol jamiyatda o'zini yo'lini topib, o'zini endi qizlar bolalar bilan teng IELTS'larni topshirib, imtihonlarni topshirib, model taekvondolarni yutib kiryapti-da, lekin bolalar ular anaqa 2-3 yil psixologlar aytadi-ku, atstaющий yil. Ular bularga yetib bora olmayapti. Yoki qaynonalar xohlayapti. Bu qizlar o'ziga teng va o'zidan ustun bolalarni tanlayapti. Jamiyat bolalarni shu qizlarga nisbatan teng va ustun tayyorlashga ulgurmayapti degan bir nazariya bor. Shunday qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Yaqinda mana xayr martmi, aprelda ham bir yigit chiqdi, ancha videolarga tarqalib ketdi. Mana Shakar aka yomon qildilar o'sha yerda. Bor edim o'sha zalda, kakras eshitib o'tirdim. Eshitdingizmi? Qanaqa qiz tanlash kerak deganda, u mendan past bo'lish kerak, misol uchun bo'yi ham past bo'lish kerak, o'zi ham, ya'ni hamma tomonlama past bo'lish kerak.
deganda Mashakar aka unda kavluk kiying dedilar-yu. Qoyil. Ha, shunaqa, ya'ni erkaklar, balki yigitlar, juda ko'p yigitlar, lekin qilyapti bu ishni qanaqa? Xo'p, ayol kishi bir pog'ona past bo'lish kerakmi? Unda u bir pog'ona tushish shart emas. Men bir pog'ona baland bo'lishim kerak degan yo'lni tanlashyapti va shu yo'lni tanlash ham kerak. Aslida agar ular mana shunaqa an'anaviy munosabatlarda turmush qurmoqchi bo'lsa, o'zi umuman an'anaviymi, miksmi yoki ziyoli deymizmi yoki progressiv bo'ladimi, qanaqa bo'lsa ham o'zaro kelishib olib, teng-tengi bilan bo'lsa bo'ldi. O'zi muammo yo'q shunda. Asosiy muammo sevib qolishda yoki o'rganib qolib, umuman boshqa qadriyatlar tizimi, umuman boshqa oilaviy konstitutsiyalar birlashtirmoqchi bo'ladi-da. Oxirgi bir savolni beraman. Keyin как раз Keyin boshqasiga o'tamiz. Ha, qiziq blok bor. Qarang, itoatsiz, betarbiya biza tomondan, biza hozir negativ emas. Biza bu diagnoz, itoatsiz, sabrsiz, siz aytasiz, bu normal. Bu evolyutsiya bo'yicha mana hozir bu normal bolalar. Qabul qilinglar. Bu degani oddiy oilaviy institutda shu qayerda-qayerdagi ham gapiga solmaydigan, davlatni gapiga, hokimning gapiga quloq solmaydigan massa Yetishib chiqyapti. Bu katta jamoaviy inqirozga olib kelmaydimi? Ha, birinchi navbatda men normal demadim buni, bu tabiiy. Ya'ni men bu narsani yoqlamoqchi. Bu normal? Yo'q. Sinonim-ku. Har doim emas, har doim emas. Norma degani, ya'ni o'sha jarayon o'zini me'yorida ketayotgan. Men aytmoqchi bo'lganim, bu tabiiy jarayonlar oqibatida kelyapti. Ha, buni ko'ryapman. Bu atidan kimdir fitnasi emas demoqchiman. Evolyutsion jarayon do'sti. Buni tuzatish kerakmi davlat? Bunga qo'liga olish, hozir harakat qilish kerakmi yoki yo'qmi? Shu tarafdan aytdimki, o'shanga ham aytganim, biz tushunishimiz kerakki, aslida davlatni umuman qiziqishi yo'q, baxtlimi, baxtsizmi, tizim ishlasa, soliqlar to'lansa bo'ldi. Agar bo'lishi kerak. Agar shu narsa jamiyatni baxti orqali bo'lsa, baxtli qiladi. Agar shu soliqlar to'lanishi, tizim ishlashi, oila instituti mustahkam bo'lish orqali bo'lsa, shuni qiladi. Agar shu narsa qo'rqitish orqali ushlash kerak bo'lsa, Severniy Koreya, Shimoliy Koreyadagi uni ham qiladi. Bemalol Rossiyada esak bo'ladi. Ha, yoki Rossiya, ha, qaysi bir ishlasa o'sha, farqi yo'q-da. O'sha Huxley bilan Orwell, qaysi koordinata hozir eng ular uchun optimal bo'lsa, turli sabablarga ko'ra, qazilma boyliklari, yeri, madaniy kelib chiqishi, xalqini psixologik travmalari, generational, avloddan avlodga o'tgan, o'shalarni hammasini hisobga olib turib, nimadir kelib chiqadi baribir. Mana shunday. O'shaning uchun qaysi bir ishlasa o'sha. Lekin maqsad qo'ymagan hukumatlar baxtli yashash kerak hamma deb. Men shunga ishonaman lekin. Azam o'ta ehtiyotkor. Men o'ylayapman, bu nima deydi, hozir desa bular endi senzurasi bor. Yo'q, senzura yo'q. Yo'q, senzura yo'q. Men rostdan aytaman, men qaysi joyda men senzura bo'lishi mumkin? Betarbiyami yo'qmi? Davlatga. Qo'llaringni olinglar. Mana ham shunaqa kutuvdimki, siz ancha radikal, ekstremal qaysi ma'nodaki, to'xtanglar, biz erkinlikda yashashga o'rgandik va bizga xalaq qilmanglar, bo'lmasam 70% ajrashamizmi, 30% ajrashamiz, bu bizning ishimiz. Bu qanaqa kiyinamiz? To'g'ri. Va uni ustiga maktabda boramizmi, maktabga bormaymizmi? Aralashmaylik. Bizani qiynalganligi sari surib yuboramiz chet elga deb sezaman. O'zi shunday. Cheklov yo'q hozirgi xuddi shunday. Lekin mana shu narsa kurash bilan olinadi-da. Bizni o'zbek jamiyatini o'z birinchidan uzilishlar ko'p bo'lgan, liniyani kelmaydi. Undan tashqari bizni hududda katta inqirozlar yoki ichki portlashlar yoki destruktiv creativity deydim, shunaqa narsalar bo'lmagan. Ya'ni nimadir buzilib, o'rniga bo'shliq to'ldirilishlari bo'lmagan. Chingizxon kirishi islom oltin davrini yo'qotdi. Chingizxon hujumi, Sovet ittifoqi ta'sir qilgan, albatta, islomni o'zini kirib kelishi, undan oldin zardushtiylik bo'lgan. Bular hammasi Stalin repressiyasi, albatta, bular hammasi iz qoldirdi-da. Lekin mana Hamid Sodiq bilan podkastda juda yaxshi zo'r ta'rif berdilar. O'zbek xalqi hali subyekt bo'lib ko'rmagan. Hal qilmagan hech narsani hali. 30 yilda ham qila olmadimi? 30 yilda ham qila olmagan. Undan avval ham bitta faqatgina shu 20-30 yillarda Turkiston jumhuriyati, jadidlar bo'lgan, lekin u narsada liniyasi yo'qoldi. Chop uzilish qilishdi-da, chop tashaldi. Ya'ni ziyoli qatlam yo'q qorildiki, xalqni xotirasida qolmadi u. Qilingan ishlar qolmadi xotirada. Bizni lobotomiya qo'rishdi o'sha yerda o'zida. Biz eslomiymiz. Biz jadidlarni qilgan narsasini, aks sadosini eshitmaganmiz.
Afsuski Biz shunaqa. degani sizni avlod. Biz sizlar ham endi qarang, kitoblarda albatta o'qiganmiz, ziyolilar o'qigan, sizlar bilasizlar, lekin men hozir kritik massa haqida gapiryapman-da, u narsa yetib kelmagan. Mayli, gratis kitob что hozir ham jadidlarda chop yotishibdi-da. Что bu 100 yildan keyin ularga pamyatnik qo'yish Bu uchun. umuman paradoksal narsa hozir, g'alati ish bo'lyapti. Ha, mayli. Yangi timsollar kerak bizga. Kerak. Unga ham kelamiz. Menda shu so'z erkinligi to'g'risida ham blog bor edi. Keling, ungacha ta'limni ozgina gaplashaylik. Mana hozir yaqinda siz ko'rdim, ta'lim to'g'risida ham bir yaxshi dokumental film olgan ekansiz. Universitetlarni tahlil qilishga harakat qilgansiz. Haligi savolga bog'lagan holda bizni hozirgi O'zbekiston universitetlari yoshlarga to'g'ri keladimi? Raqobatbardoshmi ular? Va ular jahon aytaylik ssenasida qandaydir yaxshi kadrlarni tayyorlashdan qobiliyati bormi? Men o'ylaymanki, agar hozirgi holatni oladigan bo'lsak, ko'plab xususiy universitetlar bor, ko'plab prezident qarori bilan ochilgan xususiy universitetlar bor va davlatniki ham bor. Mana shu hozir 2026-yil may oyidagi holatni olamiz. Agar shundan va ba'zi qilib olamiz, deylik 2015-yilni ba'zi qilib olamiz. O'shan bilan farqi, agar hozirgi holatimiz deylik 3 barobar yomonroq bo'lganda, men nima derdim? Ancha progress bor, lekin ko'proq narsa qilsa bo'ladi. Agar hozirgi holatimizdan 2 barobar yomonroq bo'lganda ham progress bor, yaxshi, zo'r, men xursandman, lekin ko'proq narsa qilsa derdim va hozir ham shuni ayta olaman-da. Progresslarda. Bu xususiy universitetlar o'zini shu ta'lim dasturlarini iqtisodiy instrumentga ulangani uchun mexanizmga chaqirish kerak-ku. Har xil chaqirishyapti. Kimdir qo'shiq yozyapti-da, aylantiryapti supermarketlarda, zo'r qilib, qo'lim miyaga o'tirsin deb. Aeroportda. Kimdir aytyapti, o'qishni bilmasang ham kebzaga o'rgatamiz. Alifboni o'rgatamiz. Shunday. Kimdir xonandalarni olyapti-da, mana o'qiyapman, kedyapti. Misol, kimdirlar to'g'ri yo'l qilyapti. Misol uchun, mana Zafar Hoshimov bilan shu paytda reklama kampaniyalar qilingan, ko'rsatilgandi va men juda ham to'g'ri deb hisoblaganman. Mana Tim universitetini aytaman. Bu juda ham to'g'ri yo'l bo'lgan, lekin tor doiradagi, bu hamma uchun ham qilinmaydi. Bu aslida aynan to'g'ri ishlanadigan yo'li. Chunki universitetda o'qituvchi professor tanlaniladi. Va keyin bo'lsa fakultet tanlaniladi. O'zim chet el universitetida nechinchi o'rindaligi, deylik, top 100 taliga kiradi. Lekin mana fakulteti top 10 taliga kiradi va o'tda anu professor dars beradi va uni kontrakti hali anchagacha bor ekan. Hali men bitirgunimcha dars berar ekan, men uni potokiga tushaman deb topshiradi odamlar. Va shunaqa bo'lishi ham kerak aslida. Bunaqalarni ham ko'ryapmiz. Yaxshi qilinayotgan marketing, yaxshi qilinayotgan o'zgarishlarni ham ko'ryapmiz. Va men bu yerda endi juda ham banalni eshitilishi mumkin, menda shukronalik hissi. To'g'risini aytaman, bu klishemi, boshqami? Chunki bundan 5 battar bo'lishi mumkin edi. Ko'rganmiz. Juda ham yaxshi jarayon ketyapti. Albatta talabalarda, ota-onalarda immunitet shakllanadi va shakllanmoqda. Bu uzoqqa cho'zilmaydi. Bu agressiv reklama, xonandalar bilan reklamalar uzoqqa cho'zilmaydi. Ko'pga yetmaydi. U narsalar ko'pga yetmaydi. Immunitet shakllanadi. Hozir odamlar to'yayapti, bitta to'yim bo'lyapti-da. Chunki ocharchilik bo'lganda, diplom bo'lsa erga berish mumkin, diplom bo'lsa uylana oladi degan narsa bor. O'shani o'tib olinglar. Diplom hech nima hal qilmasligini tushunib oladi hamma. Keyin haqiqiy bilim, tajriba, professor tanlash kelganda, baribir long runda mana shunaqa universitetda yutib chiqaveradi baribir. Endi bu yerda bitta fikringizga qo'shilaman. Bitta faqat katta omil bor, bu sun'iy intellekt va dunyoni keskin o'zgarayotgani. Qanchalik o'zbek universitetlarida, chunki misol uchun bizda Timda o'sha aytaylik sun'iy intellektni detekt qiladigan yoki shunday darslar bor. O'rgatish, qanday qilib sun'iy intellektni aqlli ishlatish mumkin, mas'uliyat bilan. Lekin tushunishim bo'yicha ko'p universitetlarda bunday mexanizmlar yo'q. Davlat universitetlari xafa bo'lmasin, lekin raqobatbardosh emas har doim. Ba'zi xususiy universitetlarda ham ko'chirish, ya'ni talabalar hatto sinfga kelmasa ham mayli, uni kelish davomatida to'g'ri aytdingizlar, kelish kelmaslik bu ko'rsatkich emas, lekin hali ham diplom olish bor-da. Bu armiya ertaga ishlarga chiqib qanday nima bo'ladi? Ya'ni tanqidiy fikrlash yo'q. Hamma ishini sun'iy intellekt bajarib beryapti. Ilgari o'tirib yozsa, hech bo'lmasa bir narsani o'rganardik derdik-da. Hozir buni ham keragi yo'q-da. Shunday. 4 yil qandaydir siz bunga qanaqa qaraysiz? Salbiy, ijobiy intellekt nima? Yo'q, meni savolim shuki, mana jahonda sun'iy intellekt paydo bo'ldi. Va ular qandaydir sun'iy intellektni integratsiya qilishga harakat qilishyapti.
fikrlash jarayoni baribir saqlab qolishga harakat qilishyapti. Lekin bizni universitetlar ko'p yil davomida orqada qolib ketgan edi. Ularda ilmiy salohiyat past. Va hozir sun'iy intellekt kelib, uni qanchalik bizni universitetlarga yordamchi bo'ladimi yoki ularni keskin kerak emas bo'lib qildirib qo'yadimi? Nima deb o'ylaysiz? Oldindan aytish oson o'zi prognoz qilish, lekin sun'iy intellekt bo'yicha prognoz qilayotgan bo'lsa ehtiyot bo'lish kerak. Sun'iy intellekt bo'yicha ekstra ehtiyot bo'lish kerak. Prognoz bo'yicha hech kim aniq ayta olmaydi ham, mavhumlik, kimdirlar mana jarlikka qaryapmiz degan gaplar bor. Ya'ni u yog'i juda yomon bo'ladi. Oxir zamon bo'ladi deyotganlar bor. Bir mashhur narezka chiqib ketdi video, qaysidir konferensiyada bilasizlarmi, deyapti, katta IT aynan sun'iy intellekt bo'yicha kompaniyalardan top menejerlar ishdan ketyapti, lekin ular Googledan ketardi-yu, millionlar qilardi-da, keyin borib ferma sotib olaman deb, mazza qilib ranchoda yuraman deb ketardi. Unaqa emas. Ular aytayaptiki, men jarlikka qaradim, men qiyomatga qaradim, o'shaning uchun ketyapman deb ketishyapti degan qo'rqinchli gaplar bo'ldi. Endi bu ham qanaqadir propaganda bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin hech kim bilmayapti. Universitetlarga keladigan bo'lsak, men aytishim mumkinki, universitetlarning muammosi AIdan oldin boshlangandi. Aslida universitet konsepsiyasini qaytadan o'ylab chiqish, qaytadan kashf qilish kerak edi. Chunki universitet nima keragi bor degan savol ham tashaldida. Texnologiya asrida hozir yangi mem. Nima kerak degan so'z. Shunaqa. Hozir diplom nima kerak degan nimaga kelamiz? Endi diplom qaysidir ma'noda proof, ya'ni dalil bo'la oladi. Edi, hali bizda haligacha ham o'zi yo'qmi bizda hamma. Lekin yo'q, chet mamlakatlarda ko'plab jamiyatlarda haligacha ham dalil bo'lib ishlaydi. Top universitetlar orasida ular haligacha ham sifatiga javob beradi va kadr chiqaradi. Doktor bo'lish uchun inson albatta qanaqa qilib siz jarroh bo'lasiz? Mahsulotingiz do'kon polkasida yo'q degani bu foyda raqobatchiga ketdi degani. Bilasizlarmi, distributorning 20% assortimenti unga 80% foydani olib keladi. Agar shu 20% top tovar do'konda bo'lmasa, foydani raqobatchi olib ketadi. Chunki bugun brendga sadoqat juda ham pasaygan. Iste'molchi sizning tovaringizni qanchalik kam ko'rsa, sizni shunchalik tez unutib qo'yadi. Bu muammoning yechimi linkida biz siz uchun tayyorlab qo'yganmiz. Merchandiser yoki agent polkani rasmga oladi. Sun'iy intellekt esa shu foto orqali polkani to'liq analiz qilgandan keyin qaysi top tovaringiz yo'q, raqobatchi qancha joy egallangan, qayerda qanaqa muammo borligini hammasini ko'rsatadi. Agar tovar polkada bo'lmasa, tizim darhol kerakli agentga vazifa yuboradi. Natijada bo'sh polkalar sizning top mahsulotingiz bilan to'ladi. Dasturni bepul prezentatsiya qilib berishimiz uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Laziz aka, sun'iy intellekt bo'yicha siz ma'lum bir fikringiz bor. Men o'ylayman, mana bizani kompaniyalarimizda sun'iy intellekt odamlarni biz bo'shatyapmiz. Har oyi 5 ta 10 ta odam, u intellektualniy odamlar. Masalan, bir paytlari mobil ilova 50 mingta paynechini yo'q qildi. Har bir mahallada, har bir chorrahada paynechi bor edi. 50 mingta odam oilasini tebratardi. Bir yilda ClickPayme yo'q qildi bularni. Bu endi aqlda ishlayotmaydigan odamlar mexanizatsiya orqali yo'q qilindi. Ya'ni aqliy faoliyat bilan shug'ullanmaydigan. Aqlli, u ham algoritmda ishlaydigan odamlar, yuristlar, marketologlar, SMM'shiklar, aytaylik, kinoda hozir sun'iy intellekt orqali katta kinolar o'rnatilyapti. Ertaga seriallar olinadi. Nima keragi bor u orolga borib, tabiatni misr qilib, mana oxirgi taniqli bir aktyorlar ham ularni qo'lini olib, Schwarzeneggerni va hokazni ularni sun'iy intellekt orqali kinoda olishyapti. Shunaqa. O'shanga bu o'zgarishlar real biz universitet nima degani? Aql ishlatadigani, belli varatnichoklar, galstuk kiyib olganman bugun. Konditsionerda tagida o'tiradigan bo'lasan, bolam o'qigan. Hayotingda menga o'xshab traktorchi yoki dehqon bo'lmaysan deb mardikor bo'lsang ham aytaylik, JP Morganda mardikor bo'lasan. Ha. Pul tikishardi. Meni asosiy tezisim qanaqa? Hozirda o'zida oliy ma'lumotga nufuzli universitetlarga tiqilgan bolalarda 80% pulini oqlolmaydi. Nech pul? Aytaylik, taxminan 300-400 ming, 500 ming dollar ketishi mumkin.
agar 4 yilga. oxirgi repetitorlarni hisobga olganda Bular ham g'arb Ha, mamlakatlar keyin juda katta chekka tos. Yiliga 120 ming, 110 mingliklar juda nufuzli katta universitetlar. yashashlari bilan demoqchi. ikkilik mayli 100 ming qaysidir oilaga 500 ming pul katta, Yo'q, kimgadir 100 ming. Lazzat aka, aniq gapingiz to'g'ri. Amerikalik talaba o'qishidan keyin kamida 200 ming, 300 ming dollar krediti bilan chiqadi. Mana yaxshi joyda, o'rta yaxshi joyda o'qisa, 20-30 yil ipoteka kredit, o'qish kredit, boshqa kreditlarni to'lash bilan vaqt o'tadi-da. Bu model sinyapti deyaptilar. Sinyapti, chunki o'zini oqlash kerak. O'zbekistonda ham ozon emas. Bizani topishimizga nisbatan odam bolani institut o'qitish birinchidan, maktabda o'sha maktab nimaga maktabdan o'zi chirigan deb o'ylayman, chunki maktabdan tashqari har bir ota-ona bolasiga repetitor olyapti. Nima keragi bor maktabga? Agarda men keyin repetitor olishim kerak. Shanba, yakshanba maktabdan keyin fizika, matematika hammasini boshidan o'qitishim kerak. Yoki SAT uchun maktab tayyorlanmaydi. U uchun men alohida matematikalar olishim kerak, alohida ingliz tilini olishim kerak. Hech qaysi maktabga menga unaqa chiqishda IELTS kerak emas. IELTSni o'zi tufta bo'layman hozirgi paytda. No, haqiqatan-da mana o'sha naushnikda hozir Xitoy bilan ingliz tilida bemalol tarjima qilib beryapti-da. IELTS nima degani? Men ko'pida menga xarid qilishadi. 10-12 yoshli Amerikada bola bilan birga anaqa bir xil bilishingizmi ingliz tilini degani? Yo'q, unchalik emas. Yo'q, qo'shilmayman bunga. IELTS bu siz universitetga kirib dars olishlik qobiliyatingiz bor. Va jamiyatga qo'shilish, jamiyatga integratsiya uni ham ta'minlaydi. Lekin jamiyatga ko'chaga chiqsangiz, siz IELTS tilida gaplasha olmaysiz Amerikada. Siz yoki Angliyada o'tda o'zini siz javob bering, chunki siz ko'cha shevasi bor. Jamiyat degani bu universitetni kichkina tomoni emas. Siz o'tda Gegelda Men aytaman bu joyiga. Men hozir shu tezim oxirigacha aytaman-da. Ya'ni oliy ma'lumotga tayyorgarlik investitsiyasi. Oliy ma'lumotga keyin olgandan keyin qachon bu bola pulini oqlaydi? Sun'iy intellekt. Endi o'tda 3 ta masala hozir shunda. Ikkinchi masala endi sun'iy intellekt chiqdi etdi. Yig'ishtirdi-da. Men senga programmistlikni, xohlasang powerlikni, xohlasang svarkani, YouTube, xohlasang nimani xohlaysan? Matematika, ximiya, qaysi standarti bo'yicha? Aytaylik, matematikani shariat bo'yicha tayyorlab berasan. Kerak bo'lsa, qaysi mazhabda tayyorlab beraysan? deb o'rgatib beradi. Bu o'sha bor. Nima keragi bor? Mana shu biza davleniya qilyapmiz. Yoshlarni miyasini o'zimizni bo'l, eski iqtisodiyot, eski siyosat, eski tuzum orqali biza zulm qilyapmiz. Maktabga o'qishing kerak. Mana kecha bizda mana YouTube, Instagramga kirsalaringiz bor. Sidorenka bilan gaplashganim, u aytayapti, nimaga biza bolalarni zulm orqali o'rgatishimiz kerak. O'sha paytda zulm orqali sport zalga berganlar hech qachon chempion bo'lmaydi. Bizani boksyorlar o'zi anglab qishloqlardan chiqib, to'g'rimi? Oliy maqsadi bo'lgan. Hech kim proyekt bo'lmagan ota-onasi tomonidan. Men seni hozir zo'r anaqa boksyor qilaman, zo'r taekvondist qilaman yoki zo'r narsa qilaman. Yo'q, unaqa emas. Qiziqish bo'lsa, bu baxtli bo'lib qoldiki, bu qiziqishga qarshi chiqmadi ota-onasi faqat. Bo'ldi, bu eng zo'r boksyor bo'ldi, eng zo'r chempion bo'ldi, eng zo'r fizik, ximik, matematik, shaxmatist bo'ldi. Faqatgina to'siqlik qilmaganiga. Zulm katta. Kim bilan do'st bo'lishing kerak? Kim bilan anaqa qaysi maktabda o'qishing kerak? Nimaga qiziqishing kerak? Mana zo'r ekan, qanaqa kiyinishing? Nihoyatda katta zulm bo'lganda bunga qarshi naborat bo'ladi. Okay. Tushundim. Fikr emas. Endi AI bunga endi AI qo'shildi. Qanaqa salat chiqadi. Hozir 3 ta moment bu yerda ingliz tili hozir mana sun'iy intellekt chiqqandan keyin hozir o'sha tarjima ham qilib beryapti va IELTS haqida aytgan gaplaringiz. Ikkinchisi IELTS to'g'ri sun'iy intellekt hamma narsani mana hozir o'rgata oladi deb aytdingiz va uchinchisi universitetlar bo'yicha ishsiz qolish masalasi. Ishsiz qolish bu ham bor edi. Universitet bo'yicha aytaman. Uzr-ku, yaxshi narsa emas. Bunga hozir taqiqlar, cheklovlar qo'yilyapti. Qanaqa qilib dunyodan tezroq chiqib ketishni ham o'rgatib qo'yapti-da. Dunyodan chiqib ketish qaysi ma'noda? O'lim, suitsid masalasi bo'yicha. Ya'ni shunday holatlar bo'ldi. Tarbiyalash masalasida biza Filippindan o'zbeklar olib kelyapti-ku o'sha. To'g'rimi? Boy oilalar Filippindan olib kelyapti. Ishlashga. Seriallarda ko'rishganda, Amerika seriallarida. Haqiqatan
bunga o'qitilgan narsa, lekin ertaga AI nanka. Lekin AI aynan jismoniy ishni ola olmaydi deyishyapti-ku. Man Lazaga qani Right. mehmon javob bersa Hozir ko'p tiradingizga. yo'q, ko'p bo'ldi momentlar. Man universitet va maktablar bo'yicha aytaman, to'g'ri, juda ortda qolgan, ayniqsa AI revolyutsiyadan keyin kulgili, umuman absurd holatga ham keldi. Misol uchun viloyat maktablariga, umuman tuman markazlariga ham borilsa, bu mana zulm bilan, misol uchun qaysidir ma'noda agressiv bo'lishi mumkin, zulm bilan deylik yoki an'anaviy usullar deylik, shularni foydalanib qilishyapti. Albatta o'zgarish kerak. O'zgarishlar bo'lyapti ham, faqat ular juda ham tez bo'lishi kerak, chunki bu yoqdagi texnologik o'zgarishlar undan ham har kuni nimadir o'zgaradi. Shunday bo'lyapti. Lekin shu narsani biz inobatga olishimiz kerak. Mana boksyor, chempionlarni aytdingiz. Baribir massa bilan olganda faqatgina 80% sifatni yopiladi xolos. Chempionlar uchun 95-96% sifat kerak xolos. Xolos emas, unaqasi kerak. U narsani hech qayerda baribir berilmaydi. Faqatgina 80% svejistda beriladigan bu maktab. Nimadirlarni eplida ba'zi narsalarni bo'ldi, lekin chempionlarni baribir u alohida individual boshqacha eng oxirgi usullar, metodlar bilan baribir o'rgatish kerak deb o'ylayman-da. To'g'ri, lekin bunga yetib borish uchun qanaqa questdan o'tish kerak bo'ladi? Oiladan, tog'asidan, adasidan, buvasidan, maktabdan, o'tdan, bo'tdan. Ya'ni tez o'tib ketish kerak edi-ku. Agarda biz uni olib, yo'q, sen programmistlik o'qishing kerak. Yo'q, endi bu boshqa mavzu. Biz zo'r bo'libdi. Bu boshqa. Men maktabdagi ta'lim tizimini gapirayotgandim. Maktabda ham zulmda. Ha, Kerak emas darslar. Shunaqa. Oxiri qilganda esa aytdi, matematika bilan anglisi kerak. Tarixda o'qimoqchi emas. Ne keragi bor? 8 yil uni boshiga kerak. geografiya. Men kerak deb hisoblayman. Geografiya ham, tarix ham, adabiyot ayniqsa kerak. Ko'pchilik adabiyot xohlasa. yo'q shart Takda bo'ladi. savol. Nega shart. institutga kirganda Amerikani biz benchmark qilib olamiz? Odam xohlagan darsga kiradi. Ha, lekin ularda ham high schooldan boshlab-ku, katta sinflardan tanlaydi. Ungacha ham ularda o'zini Maktab ta'limi maktab majburiy bor. butun Lekin dunyoda. o'qimaydi-ku. Siz mana qarang. U biza davlat mani soliqim ketyapti, maktabga o'qituvchi ketyapti, klass buni baholash majburan o'qitayotganda shu geografiyani o'qimayapti-ku bola. Tushunaman. Tushunyapsizmi? Endi u boshqa savolda. 11-sinfda bitirib, geografiyasini, G-sini bilmasdan Ha, lekin chiqyapti. geografiya kerakmi desa, ha. Xohlasa. Xohlamasa ham kerak deb hisoblayman. Agar vaqt bersangiz aytaman negaligini. Kommentariylarga yozinglar. Mani eng katta mani o'zimni qiyinchiliklarimdan bittasi bu kontentlarim orqali tushuntirib bera olmayman nega adabiyot kerak bo'lsa u maktabdagi eng muhim fanligini. Adabiyot eng muhim fan, chunki inson zoti tushunish kerakki, ijtimoiy hayvon, mavjudot hisoblanadi. Hayvon emas, mavjudot, ijtimoiy mavjudotda inson. Insonni inson qiladigan narsa bu albatta qadriyatlar, falsafiy misol uchun qarashlar bo'lishi mumkin, postulatlar kerak, nimaga tayanamiz biz degan narsada. U narsani albatta ota-ona berish kerak. Albatta u o'rganish kerak bu dodasdan. Lekin bu katta tavakkal, katta risk. Mishleniya. Bizning O'zbekistonning eng boy odamlari efirga chiqib nima dedi? Men hayotda kitob o'qimaganman. Ha. Lekin benchmark qilsang kim bo'lmoqchisan? Mana bloger aytdi, men ko'p kitob adabiyotda o'qiganman. $1 milliard bormi? Yo'q. Yo'q. O akamizda bor. Itak, kuda idem. Ha. Endi o'zim misol keltiraman. Men maktabda kitob o'qishda такой нормальный ochkavik bola edim. No, qaysi menga qiziq bo'lgan fanlardan? Adabiyot nima bilan grammatika bilan bir ketadi. Siz insho yozganingizda menda mana shunaqa 5-2. 5 ma'no, 2 siyoh tugaydi, xatolar tuzash. Da. Ikkinchi misol ximiya. Meni rahmatli dadam ximiya bo'yicha kandidat nauk. Ilmiy tekshirish instituti direktori. Men ximiya darsini maktabda olib, kitobni ochmasdan yil oxirida topshirardim. Tushundim. Ha. Odam bo'ldimmi? Bu odam bo'ldingiz. Mana romanlar bo'yicha men ko'p roman o'qimaganman, tan olaman. Umrim davomida 25 ta roman o'qigan bo'lishi mumkin. Asosan ilmiy ommabop kitoblar. Siz o'qiysizmi o'zi romanni? Конечно. Nima o'qir edim? Mayli o'qir edingiz. Nima sevimli romanlaringiz? Men o'ta sarguzasht qilardim. Aytaylik, boshida Jules Verne, Isaac Asimov, Clifford Simak, Bradbury, ketdi, Rossiyaga eskida klassikalar, olik Dostoyevskiy, Tolstoy. Dostoyevskiy hammi? Конечно. O'genriylar postoyanno mamlanadi, chunki menga bu tabassum kechasi o'qib
shukrona qilib такой maza qilib uxlavida metelik Ana va hammasi hokazo. o'ylamaysizmi shu hammasi sizga qatlam bo'lib sizni yasagan deb? Конечно. Unda nega adabiyot? No, bu Nega unda- dunyo xilma-xillik Albatta dunyosi. xilma-xillik. Albatta xilma-xillik. Bizda o'zi jamiyat uchun hamma qatlam kerak. Yuqori intellektual, eng top 0.1% ham kerak, top 1% ham kerak, top 10 ham kerak, asosiy massa ham albatta kerak. Endi to'g'ri, u ota-onalar deylik, professorlarni farzandlari yoki jurnalistlarni, yozuvchilarni farzandlari uyda kutubxonasi bo'ladi, ular boshqacha katta bo'lishadi. Unaqalar ham bor. U top 0.1%da unaqalar. Bir xil o'qiydi, bir xil o'qimaydi. Endi o'shalarning orasidan ham saralanadi. Top 0.1 da. O'zbekiston aholisi 38 million, 40 millionni 1%, demak 400 ming, to'g'rimi? 0.1 40 ming odam. O'zbekistonda 40 ming super mana juda ham ko'p kitob o'qigan, umrida 500 dan ko'p kitob o'qigan odamlar bormi? 40 mingdan ko'pmi? Nima deb o'ylaysizlar? 500 dan ko'p kitob o'qigan. 40 mingta. Mana aytaylik Stalinni ham yomon ko'ramiz-ku. Lekin u anaqa sizdan o'qigan. Siz klassik hozir mana manipulyatsiyadan foydalanyapsiz, ya'ni siz отдельный juda ham ekstremal foydalanyapsiz. Men sizda hozir Nisbatan kam o'qiymiz. Ikkita anaqani bilamiz, siz aytyapsiz, biz kapitalistik davlatga kiryapmiz. Albatta. Kapitalizmda sпрос предложение. Ha. Kerak bo'lsa, shuni sezsa xalq shunaqa ximiyani o'qiydi. Ha, albatta. Tushundingizmi? Kerak bo'lsa, agarda bu manfaat keltirsa, manfaat har xil tomonlama. Chunki odamga e'tirof kerak. Biz ko'p so'zni ishlatdik, ziyoli degan inson. Oldin ziyoli bu prokuror edi. Hozir ziyoli balkim mana shu podkastga qatnashadigan odam. Biz ziyoli odam emasdi, qatnashimiz bu yerda hayotda milisani bo'lgan bo'lsa, taklif qilmasa kerak. Agarda politolog militsiyalarning orasida ham yo'q, politolog bo'ldi mana kitob o'qigan. Ya'ni lekin anaqa emas. Kitob o'qidi intellektual degani emas. Absolutno. Men unga ham qo'shilaman. Men o'ylayman, mana ma'lum bir korrelyatsiya bor-u, lekin garantiya. Gol kapitalizmda o'zi hal qiladi nima, qancha, qanaqa o'qishda. Xohlasak mana. Qo'shilaman. To'g'ri aytasiz. Endi agar javob bergan bo'lsa, maktabga geografiya kerak, bo'lishi shart. Adabiyot ham va ular deylik 5-sinfgacha ham, 7-sinfgacha ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha orqali managa profilni bo'ladi. Dunyo qanaqa yashashini bilish kerak. Ya'ni har bir bola dunyo nimalardan iborat, uning qahramonlari kim, buyuklari kim, o'shani bilish kerak. Men adabiyot bo'lish kerak degandacha, siz O'zbekiston adabiyoti qanaqa o'tirayotganini, geografiya qanaqa o'tirayotganini tasavvur qilmasligimiz kerak. Geografiya o'tiladi degani bu YouTube orqali zo'r YouTuberlarni ko'rsatish mumkin, muhokama qilish mumkin. Ommaviy tushunarli qilib. Ha, ya'ni sinfdagi bolalarni ikkita guruhlarga ajratib, ularni davlat qilib qo'yish mumkin va ular o'z haqida aytib beradi. Men Germaniyaman, meni avtokonsernim bor, lekin sen Xitoy hozir o'zingni profsoyuzlaring bo'lmagani uchun bemalol haftada 6 marta ishlatganing uchun nimadir qo'shilaman. Lekin bu bizlarga maktabdagi geografiya emas-ku. Ha, bilaman, lekin geografiyadan voz kechish deganimi bu? Yo'q-da. Yo'q, sizga qo'shilaman, agarda bu umumiy, mana British maktabdagi scientific degan maktabga bordi. Science. U yerda ximiya, fizika, matematikani birgalashib fan deb shunchaki science. Agar xohlasangiz, sizga chuqurrog'ini beradi, lekin xohlamasak yuzaki o'tkazish imkoniyatingiz bor. Endi adabiyot bo'yicha, adabiyot ommaviy massiviy tomondan eng birinchi qadriyatlar tizimini terib beradi. Oq va qorani ajratish deydi-yu, unaqa emas deydi. Aynan oq va qora yo'qligini ko'rsatadi. Seriy zona borligini ko'rsatadi. Kechagina Instagramga Mahab Xalatani anaga kibrda 40 ta alomatini yozdim-da. Bas mana kommentariy keldi. Bizlar musulmonlarga Mahab Xalatani naxrina keragi bor deyapti. Nimaga bizga buni aytyapsiz deyapti. Mana adabiyot shuning uchun ham kerak-da. O'shaning uchun ham adabiyot kerak. Dostoyevskiyni mana Jinoyat va jazosini o'qiganimda menga juda katta ta'sir qilgan narsa bu inson zoti qanchalik eng pastkash bo'lishi mumkin va qanchalik oliyjanob bo'lishi mumkinligini tushundim. Bu meni hayotimni o'zgartirgan o'sha paytda-da o'zida. Siz bu kitobni majburdan o'qiganmisiz? Yo'q, yoshim katta bo'lganda o'qiganman. Mana shu katta gap. Muammosi yo'q. Tushunaman. Men ana sizga bilaman, Ma'ruf maktabda o'qiganimizda bizga majburan Dostoyevskiy o'qitilgan. Bu yoshda umuman Dostoyevskiyni mumkin emas o'qish bolalarga. Qo'shilaman. U bezdirib yuboradi qaytanga. Tushunaman. deydi. O'sha narsani boshqa qiziqtirishi mumkin. Lekin Dostoyevskiy nimaga o'tiladi baribir Tolstoylar, boshqalari? Chunki
xalq o'zini qahramonlarini bilishi uchun-da, bu o'sha men aytgan liniya bilan keladigan xalqning xotirasi bilan bog'liq. Men baribir shu tomonda konservativman-da, xalq xotirasi bo'lish kerak deb hisoblayman. Old schoolroq. Va biz o'zimizni endi agar chet elda bu xudolarimiz deydi o'zi, Mana o'ta savol qahramonlarimiz degan majburlash bo'ladi. kerakmi yo'qmi? Qarang, majburlash kerakmi degan savolingiz ham manipulyatsiya-da. Tushunyapsizmi? Men hozir nima? Maktabda majburiy O'tilish- degan masala to'qilyapti. Bu zulm mexanizmi. Yo'q, zulm mexanizmi emas. Davlat maktab programmasida adabiyot, geografiya bo'lish kerakmi? Ha. Majburiy. Lekin boshqacha. Lekin qanday dars berilishi kerak boshqa desa, savol. ancha demokratik, Albatta. kerak bo'lsa Nafaqat soddalashtirib. demokratik bu, Demokratik zamon bilan soddaroq. ham nafas Okey. bo'lish kerak. Endi AI ga kelamiz. AI ga tarjima qilib beradi. Albatta muammosiz. So'zlarning tarjimasi shu real time da bo'lishi mumkin. Lekin siz jamiyatga integratsiya bo'lishingiz uchun siz shu ingliz tilida o'sha uni klassik filmini ko'rib, o'shanday his qilib fikrlashingiz uchun o'zingizni ingliz va shu ingliz tabiat ichingizdan chiqishi uchun, chunki yangi til o'rganganda odam boshqa odamga aylanadi, bilasiz. O'zbek Madaniyatini tilida- ham o'rganadi. O'zbek tilida men Albatta baqirib gaplashaman, qo'shilaman. rus tilida shunaqa Hayır, akkuratni uzr, gapingizga bo'lyapman. To'g'risi. Agarda Bugun shunga- lazzaga rosa gap bo'ladi. shunga lekin qiziqsa, aytib ketishadi. xohish bo'lsa, mana men xohlaymanki, shu asarni originalda tushunib olish. Bemalol mana senga ingliz tilini uglublyonniy kursi, mana bemalol Bir narsa aytmoqchimanki, AI agar tarjimoni bo'ladimi, so'zlarni kitob tarjima qilganda farqi yo'q. Tilni har doim baribir o'rganishadi. Chunki til bu u narsani tushunish emas. Til bu o'sha xalq bo'lib yashab ko'rish. Men ingliz tilini o'rganib, men amerikalik bo'lish nimaligini his qilaman. Fransuz tilini o'rganib, men fransuz bo'la olaman. U narsani hech qaysi AI bera olmaydi, bu experience. Endi yana boshqa masalani aytdingiz, o'rgatadi deb bemalol. AI hech nimani o'zgartirmaydi odamlarni nimadir o'rganishida. Shu narsani tushunishimiz kerak. Chunki AI bu texnologiya, xuddi shu narsa YouTube chiqqanda ham, internet chiqqanda ham bo'lgan. Tasavvur qiling, 90-yillarning boshida internet chiqdi-da. Biz kutubxonaga borishimiz shart emas. Men bilet olib, viza olib Garvardga borishim shart emas. Men Google dan hamma ma'lumot ola olaman. Hamma aqlli bo'lib ketdimi? Yo'q. Xan akademiya orqali Afg'onistonda o'zbeklari bemalol bizadek darslarda olyapti. Ovatda to'pa-to'g'ri, lekin uni tepasida o'sha g'oya turibdi, tizim turibdi, ularning yo'lboshchilari turibdi. Hech qaysi afg'on cho'ponlik qilib, qo'ylar haydab kelib turib, qani nima bor deb qaramaydi. Qani Xan akademiyada nima o'tgan ekan demaydi. U topishi mumkin Xan akademiyani. Uni aniq tolibonlar qilmayapti. Yo'q, xo'p, mayli, topishi mumkin, lekin uni 1 kun, 3 kun ko'radi, lekin yillar davomida o'qimaydi. Tizim yo'q chunki. Xuddi shu narsa kitoblar bo'yicha ham. Gutenberg ixtiro qildi bosmani, zo'r kitob chiqdi, hamma aqlli bo'lib ketdimi? Ha, Yevropada katta o'zgarishlar bo'ldi. Shunaqa, lekin baribir O'rnini bosmadi. Boshqa misol uchun universitetlarni jannat yaratmadi. Yerdagi jannat yaratmadi. Kitob ham, internet ham, AI ham xuddi shunday bo'ladi. yaxshilagan bo'lishi mumkin, lekin bu undan oldingi texnologiyalarni keskin sindirib tashamadi. Yo'q, boshqa narsa haqida aytmoqchi edim men. Ya'ni utopiyaga olib kelmadi va AI ingliz tilini bemalol o'rgatadi deyapmiz-ku. Ha, lekin YouTube ham xuddi shunday bemalol o'rgatardi. Hech nima o'zgarmadi. Ingliz tili maktablari, platformalari baribir kerak bo'lib qolaveradi, chunki odamga unga munosabat, yondashuv kerak. Sanga tushuntiraman. Mana men bunaqa o'rganadi. O'rganmasam suyunchilik o'zi qilib beryapti. Ertaga ham kirgan, men senga ochko beraman, ball beraman. Inningga ham kir, endi senga cashback bor. Mana bunaqa motivatsiya beramiz. Mana sen 100 ballingga 100% qo'shilaman. u yo'qolmaydi. Maktablar yo'qolmaydi. Ya'ni universitetlar ham qulab ketmaydi, maktablar. Mana qo'shilaman sizga. Biza bir haqida men aytyapmanki, maktabsiz men o'zimni bolamga домашний образованиеga odam eng zo'r fizikadan, repetitor, matematikadan olib bersam bo'ladi. ustida o'tirganda, meni agarda bolam geografiya qiziqsa, geografiyani ham qo'shib beraman. Mana men kitob olib beraman, hamma o'qigan, unga yetishadi. Mana senga davay hozir shu qanaqadir Gollivud kinoni ko'rib, ertaga tahlil qilamiz. Kino ko'radi, kitobini o'qiydi. Lekin mana shu siz aytgandek odam kerak, cho'tki, zo'r. Maktab nimaga kerak degan savol ketyapti-da. Maktab Avstraliyada bemalol uyda o'qishingiz mumkin. homeschooling kerak emas. Bemalol alternativ yo'l, umuman muammosiz va hattoki hozirgi shunaqa holatda agar ota-onalar homeschooling qilsa va shunchaki kuniga 3 soatga bitta endi prompt engineer bo'lish shart emas, lekin AI ni tushunadigan va umuman dunyo qanaqa yashashini biladigan ba'zi ma'lumotlarga ega odam 3 soatga olib kelib shu bola bilan shug'ullangan desangiz, maktabdan karrasiga yaxshi narsalar oladi. Qo'shilasizda 100%. Lekin lazzaga aytmoqchiki, homeschooling bizada mumkin emas-da. Mumkin
emas, ha. Tushundim. Sizlar yoshlar shuni olib chiqinglar masalani. O'qimoqchi emasmi sizlarda maktab? Mani soliqim ketib qolyapti-da yaqa bekor. Endi baribir homeschooling lazzaga 100% qamrov yechim bo'la olmaydi. Bemalol kimdir Siz xohlaydi. aytmoqchisizki, 5%, 3%, 10% odamlarga imkoniyat bo'lsa, ular o'zini xohlaganchalik shakllanadi. Xohlasa davlat maktabida o'qisa, Davlatda ishonch- xohlasa uyda o'qisa, Davlat ishona olmaydi, o'z fuqarolariga ishona olmaydi. Chunki bunaqa katta narsadan keyin bilasizmi qanaqa narsalar bo'lib ketadi. Juda ham ko'p nyuanslar bor biz ko'rmayapmiz. Sizga Farhod aka aytdi-yu, Avstraliyada o'qishmoqda. xavotir. Avstraliyada fuqarolarga ishonch bor. Avstraliyadagi fuqarolar ular Britaniyada bo'lgan, industrial revolyutsiyadan kelgan, o'tdi ular keyin jinoyatchilar bo'lgan, Rom imperiyasi bo'lgan o'tdi, ana Rom sharb anaqa. Qisqa. Revolyutsiya qilib ular erishganda bu narsaga. Ular fuqaro. Siz aytyapsiz, bu zo'r narsa. Bu jamiyat uchun zo'r bo'ladi. Manfaatli, unumdorli insonlar ko'proq chiqadi. Shu kerak edi menga. Ha. Endi g'alati eshitadi, biz hayal tayyor emasmiz deymiz-ku, lekin biz kurashib olmasak hech nima bizga berilmaydi. Kurashib olingan narsa bu belgiki biz demak tayyormiz. Mana shu. Boshimizga hech nima tushishi kerak emas. Biz kurashib olishimiz kerak, demak tayyormiz. Endi kurashishning har xil shakllari bor. Masalan, biri bu fikrlarni aynan xilma-xilligini demak himoya qilish Mana yoki biz mana shu kurash biz hozir gaplashayotganmiz. shunaqa. O'sha siz aytgan fuqarolik jamiyatini asosiy quroli shu-da, to'g'rimi? Shunday. Mani utopiya Heyterlar ko'p narsa bu mani lishniy fikr emas. Bu lekin qiziqarli adaqa suhbat qilish uchun. lekin kal nimalar deyapti degan. bugun rosa heyt ushlaydilar chunki mehmonimizga umuman so'z yo'q, bu zo'r, haytan zo'r. Mani utopiyam bu fuqarolik jamiyati. Shu. Men haligacha aytaman, ko'p marta aytganman, ochiq aytganman, O'zbekistondagi odamlar hali fuqaro emas, ular xalq. Xalq bu umuman boshqacha ishlaydi, fuqaro boshqacha ishlaydi. По-моему, как раз agar arab tilini olsak, Fuqaro faqir. как раз таки Buni kommentga yozishadi. Keyin nima qilaylik? Gражданин deymi, citizenmi, rimlik bo'lishimiz kerak xullas. Qachon bo'lamiz? Shu. Ha, men ham unaqa qo'rqmasdim chunki hozirgi zamonaviy mazmuni aynan o'sha civilians deydi yoki misol uchun граждане, ya'ni o'sha ma'noda keltiriladi. Shunday. Xo'p, aynan shu mavzuda sizga keyingi savolim so'z erkinligi. Hozirgi holat, misol uchun siz bilishim bo'yicha o'zingiz ham boshida aytdingiz, televideniyada ham ishlagansiz. Ham Twitterda ham faolsiz, ijtimoiy tarmoqlarda, ham turli xil janrlarda aytaylik, so'z erkinligini, umuman jamiyatda muhokamalarni ichidan ko'rgansiz. O'zi mana ikki og'iz televideniyada ishlagan tajribangizni aytsangiz, u yerda aynan shunday fuqarolik, mana bunaqa nozik mavzular, qiziqarli suhbatlar bo'lib turadimi? Albatta bo'lib turardi. U yerda endi bir narsa qilingan ish shunaqa bo'ldiki, maqsadimiz shunaqa bo'lgan. Shuning uchun ham o'zi meni taklif qilishgan. Televideniya formatiga hamma o'rganib qolgan. Kelganda hamma men televideniyaga keldim deydi, ramkaga tushib qoladi, yodlangan so'zlarni aytishadi. O'sha narsani yo'qotish kerak degan maqsad bo'lgan. Tashkiliy ishlar bilan shug'ullanayotgan odam, prodyuserlar o'zida ham. Shunga meni ko'rishgan. Menga ham erkinlik berilgandan keyin bo'pti, yo'qotadigan narsam yo'q. Chunki masalan televizordan ketsam, men asosiy ish joyim emas. Keyin bo'ldi, hammasi o'sha yerdan boshlangan. U yog'iga kinoyali gaplar, hazillar, ilmoqli savollar. Boshida mana shunaqa hazil, har xil yengil narsalar qilardim, hamma tushunsin biz qanaqa formatda o'tirganimizni deb. Men borib sarkazm, hazillar bilan oldiga borib nimadir derdim-da. Ular kutishmagan bunaqa yondashuvni. Keyin ochilishardi. Keyin hamma gapni sug'urib olardik. Bundan maqsad nima edi? Zamon o'zgaryapti. Biz endi gapira olamiz, sizlar ham faollashinglar degan signalni tomoshabinlarga berish. Asosiy maqsad shu bo'lgan. Qaysidir ma'noda qilindi, chunki har bir qilingan ish o'zini bir qatlamini qoldiradi, yig'ilib, keyin kritik massaga yig'ilgandan keyin balkim o'zgarar. Lekin hozirgi kunda tushunishim bo'yicha umuman kuzatib turasizmi televideniyaga? U yerda qanaqadir hayot bormi, qanaqadir qiziqarli kontent bormi? Televideniya bizda yashamoqda. Ko'p davlatlardan farqli o'laroq, ko'p mamlakatlarda bilamiz, televideniya o'zini eng ayanchli deydimi, bir qayg'uli damlarni boshdan kechiryapti. Bizda yaxshi, chunki televizor ko'riladi bizda. Ko'p ko'riladi. U ham yana shu bozor tamoyillariga moslashtirilgan va mana shu hamma cringe va g'alati sifatsiz seriallari bu ko'zgu aslida. Shunga talab bor.
demak shunaqa ekanda. yo endi misol uchun televideniyani tarbiyalovchi katta funksiyasi bor-ku. Aytaylik bir payt radio, bir payt To'g'ri. mana yaqinda internet paydo bo'lgan. Hozir mana YouTube'ni qanchalik tarbiyalovchi funksiyasi bor, ya'ni dunyoqarash qanaqa. kengaytirish. Bizni o'zbek televideniyasi shu funksiyani bajara olyaptimi? Yo'qda, chunki oldin televideniya davlat tomonidan to'liq deylik moliyalashtirilgan reklamalar bo'lgan, ha, lekin to'liq nazorat ostida bo'lgan va televideniyadagi ma'lumotlar berilayotgan narsani hammasini darajasi bu yerda bo'lsa, xalqning darajasi bu yerda edi-da va u tortardi tepaga. Lekin bu qiziqarli emas o'z tomoshabinlarga, bu zo'r degani emas. Biz xohlardik qiziqarli narsa bo'lsin debdi. Keyin bozor tamoyiliga qo'yilgandan keyin sekin-sekin tushishlar bo'ldi. Har xil shoular, orada shevada gapirish, keyin hazillar, keyin beldan past hazillar, qarasa bu hammasi aktivlashyapti. Tomoshabin o'sha yoqqa ketyapti. O'sha narsalar yoqyapti. Va shu asnoda tomoshabin ham, televideniya ham tushib boraverdi-da. Hozir eng mana shu nima faollik olib kelsa, nima aktiv olib kelsa, o'sha narsa qilyapti-da. Va bu darajamizni ko'rsatib Siz qo'yapti. kamsitmayapsizmi? Xalq nima? Darajamizni ko'rsatyapti. Qarang, daraja deymiz. Lekin mana qanaqa kanal bor, mana shu moyil odamlarga ko'rsatuvdi. Lekin davlat kanallarida aytaylik-da. Davlat kanallarida zamkani ushlab tursa bo'ladi-ku. Bo'ladi. Ushalyapti. Endi hammasi mana aytaylik Amerikada ham hamma joyda inqiroz, lekin Bloomberg normalniy kashat qilyapti. O'zini auditoriyasi bor. To'g'ri. BBC, CNN ular ham siyosiy o'yinda qatnashish uchun nimaga qatnashadi? Chunki kontentni shunaqa bera olish qobiliyati bo'lganligi uchun Va erkinlik bo'lgan. Erkinlik, so'z Qo'shilaman. erkinligi bo'lganligi uchun. Lekin proporsiya har xilda. AQShni o'zini oladigan bo'lsak, u yerda ham qanaqadir davlatning, dunyoning ijtimoiy siyosiy desam, siyosiy iqtisodiy holatiga qiziqadigan dolyasi, ulushi boshqa, O'zbekistonda boshqa. Shu orqali ham Bizga удивление bo'lgan. Dilemasi bor-ku, kim birinchi? Nahotki siz o'ylaysiz, odamlarda saviya past bo'lgani uchun televideniya unga moslangandir. Bu yerda qaytangi teskarisi emasmi? Ya'ni qanchalik erkinlashsa televideniya, shunchalik xalq ham dunyoqarashga Biz bu yerga politolog chaqirganimizda million prosmotr. Значит, xalq bunga ehtiyoj chuqur bor. tahlil, siyosatga qiziqish bor, lekin men aytaman, bu zo'r. Nimaga siyosiy tahlillar iqtisodiyot. yoki bunaqa tahlil, chuqur tahlillar televideniyada bo'lmaydi. Televideniya ular o'zini makonida hisoblamay qo'yganda. Kim? Hozir ajralish bor, ya'ni televideniya ko'radigan qatlam bor, televideniya ko'rmaydigan qatlam bor. Bor-ku ajralish bizda. Televideniyani boshqalar ham ko'rardi, agar o'ta qiziqarli narsa bo'lganida. Senzura bo'lmaganda. Chunki mana sizni ustozi deb nomladingiz, ularni Sarvar aka Karimov bu yoqqa taklif qiluvdi-ku. Juda ham qiziqarli suhbat bo'lgan va qanchalik o'sha ramkani torligi shunchalik ijodni ham o'sha tor ramkaga solib tushib qolgani to'g'risida ta'kidladi. Ya'ni bizani Qozog'istonlardan filmlarimiz orqada qolib ketgan. Siz aytdingiz-ku, rejissuraga qiziqaman deb. Kinoda bittasi namoz o'qigani, haqiqatdan qariyalar namoz o'qiydi. Bu fakt. Bitta shu namoz o'qiganini qo'yganiga telefon qilib davay yo'qot misolda. Yoki aytaylik, mana Steve Jobs bizani televideniyada o'zbek Steve Jobs chiqolmasa lekin soqoli bor. Shu marazmda bunaqa. Siz ham lekin hozir chiqolmadingiz bunaqa obrazingizda. Bunaqa chiqsa bo'lsa kerak. Keyin mana Qozog'iston televizeniya filmlarini hozir juda maqtashyapti. Xohlasangiz mashinniklar, firibgarlar to'g'risida filmlar, xohlasangiz boshqa jamiyatni muammoli nuqtalarini olgani uchun ularni ko'rishyapti. Gollivudga nisbatan ko'proq Qozog'istonda o'zida kinoning ronkalarni olib tashlagan, shu senzura aytyapmiz. Yana sizga balki mana nima deydi, neudobniy savol. So'z erkinligi. Lekin Lazzaka, men ozgina bu yerda Azamni himoyasini qilsam, qaysi ma'noda? Bu avlod aybdor emas-da. Bu bizani avlodimiz yoki bizdan katta bo'lgan avlodni boshidagi travmalar emasmi? Nazorat ramkalar. Bular endi xijolat qilib aytolmayotgan bo'lishlari mumkin. Bo'ladi ehtiyoj ham bo'lmasligi mumkin. Lekin sizlarki hattoki bu narsani balki ahamiyat ham bermayotgandirsizlar. Chunki umuman televideniya ko'rishga ehtiyoj ham yo'q. Biz televideniya ko'rishga ehtiyoj yo'q va so'z erkinligi bo'yicha kuchli ramkalarni juda kuchli ramkalar yo'q o'zi. Zoomerlar ham his qilmaydi buni biz ham. So'z erkinligi indeksi bo'yicha O'zbekiston pastga qarab ketyapti. To'g'ri, pastga qarab. So'z erkinligi bo'yichami yoki ha. Yaqin to'g'ri. Chunki blogerlarga ballimiz tushgan, joyimiz ko'tarilgan. Ya'ni butun dunyoda tendensiya orqaga ketyapti. O'shanisi bor. Biz pozitsiyamiz ko'tarilgan, lekin ballimiz tushgan.
Qarang qanaqa g'alati ish bo'ldi. Ya'ni butun dunyoda tendensiya orqaga ketyapti degani. Ha, lekin haqiqatdan masalan xususan Amerikada ancha so'z erkinligi toraydi, chunki Tramp hammani sudga berishni boshladi va jurnalistlarni Oq uyga qo'ymaymiz deb ya'ni shunaqa juda qattiq repressivmi yoki tanqidiy senzura elementlari. Eng yomon narsa biz o'tdik deydi. What about deydi, sizlarga o'zimizni bizga bog'liq emas-ku, Sizga ham sezyapsizmi yo'qmi o'zingiz? Bizga ham bog'liq. Chunki muloqot formalari o'zgardi. Avval muloqot qanaqa bo'lardi? Mana shu jamiyat, ya'ni ichidagi shu fuqarolar, xalq va hukumat orasidagida bunaqa to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan tarixda hech qachon. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, aynan ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi bilan juda ham to'g'ridan to'g'ri muloqot bo'lishi boshladi va bunaqa holatda so'z erkinligi umuman boshqa ranglarda o'ynashni boshladi. Oldin bunday bo'lmagan. Avval so'z erkinligini bizni reprezentativlar bo'lardi. Ya'ni jurnalistlar bo'lardi, maqolalar chiqardi. Mana shu va u odamlar qanaqadir fikrlarni to'g'ri jamlab, xalqni fikrini yozib chiqardi, maqolalar chiqardi avval yoki dokumental film chiqishi mumkin edi. Hozir Gonzo prokuror chiqyapti. Gonzo prokuror chiqyapti. Xohlagan odam komment yozishi mumkin. Shunday qo'liga telefon olib gapirishi mumkin-da. Va bu yaxshimi, yomonmi aytkim bilmayman. Bu yangi reallik xolos. Bu reallikda hozircha hukumatlar cho'chyapti. Shuning uchun ham tendensiya orqaga ketyapti, xususan bizda ham. Bizda ochiqlik siyosati boshlanganda, esingizda bo'lsa, vazirlardan intervyular olinish boshlangan, munosabat bildirish. Ular munosabat berdi. Munosabat berishga tayyor emas ekan. Ularda PR qobiliyatlari yetishmadi, kommunikatsiya, xonani his qilish, jamiyatni his qilish yetishmadi. Rosa ko'p quvurlar tushirishdi. Keyin hamma bekin oldi vazirlar. Keyin chiqmay qo'ydi. Endi bittasi hozir bo'ldi. Sudga berdi. Blogerga Otabek Bakirov. Shunaqada. Yutqizdi. Cho'chitib qo'ydik biz vazirlarni. Delo to'xtatishdi, ishini to'xtatishdi. Biz vazirlarni cho'chitib, hokimlarni cho'chitib qo'ydik. Endi o'zingizda sezyapsizmi? Ichki samosenzurangiz bormi? Qo'rquv bormi O'zbekistonda, yo'qmi? Yo'q, menda ishonch bor. Boshqa ishonch borki, u ham bo'lsa, endi bu hozir juda bir g'alati konspirologik eshitilishi mumkin, lekin o'zin taqdirini to'liq o'zi belgilaydigan hukumatlar juda ham kam. Men bo'lsa bilgim kelyapti qaysi hukumatlar borligini. Hamma kim bilandir bog'langan, hamma qaysidir katta og'alarga bog'langan. Katta og'alarning o'zi bo'lsa parda ortida kimdirlarga bog'langan. Shunday. Endi qarang, shunaqa vaziyatda hozir o'zini hukumatini, o'zini davlatini himoya qilish uchun kuchli liderlar kelyapti va u yerda avtoritarizm o'rnatilyapti yoki diktatorlik. Diktatorlik hozir nevigidni bo'lgan, chunki hamma iqtisodiy o'sish qoti, shuning uchun ko'pchilik Xitoy orqasidan gibrid yo'lga o'tyapti. Avtoritarizm bo'ladi, real bir partiyalik bo'ladi, ko'p partiyalik bo'ladi. Paternal diktatorlar bo'ladi. Paternalizm. Diktatorlik niyati ham yo'qda, chunki u nevigidni narsa. Bozor tamoyili ishlayversin, biznes qilaversin, milliarderda bo'lsin, deputatlar bo'laversin. Bu faqatgina ana unga aralashmaylar boshqaruvga. Nega? Chunki biz ko'rikda CRU nimalar tashlaganini 50, 60, 70-yillarda tashlaganda Afrikani qonga belaganda CRU. Yaqin Sharqni ham demokratik ixtiloslar orqali. Albatta, lyuboy yomon qiladi bu. Chunki qarang, Amerika g'arb lagerida bo'g'iz kelmasdan o'zini g'oyasini qo'yaman degan odamni yo'q qilishgan, o'zini odamini qo'ygan. Albatta, isbotlangan faktmi? Albatta isbotlangan. Albatta, hamma dokumentlar 50 yildan keyin oshkor qiladi-ku CRU. Shunisiga rahmat, lekin faqat men tushunmadim, bizdagi so'z erkinligiga qanaqa bog'liq? Bizdagi so'z erkinligi shunaqa bog'liq taraf borki, ijtimoiy tarmoqlar bu yangi reallikni berdi va nimaga hozir tendensiya orqaga ketayotganini tushuntirib shu bo'yicha aytdim va hozir ikki anaqali deyiladi, polisli dunyo faqat ikki polisli bo'la olar ekan. Men yaqinda shu haqida bildim. Baribir ikkita guruhga bo'linadi. Uchta guruh bo'la olmaydi, chunki uchinchi kimdir sal kuchsirog'i narigisini tanlash kerak bo'ladi. Har doim shunday. Hozir kuchlar almashinuvi va qaytadan ko'rib chiqilishi ketyapti. Xitoy ochiq oydan aytdi. BMTni kuchlar taqsimoti eskirgan, ikkinchi jahon urushidan beri ushlab o'tiribsanlarmi? Yo'qotlaring deyapti Xitoy. Qaytadan ko'rib chiqamiz. Siz nafaqat O'zbekiston so'z erkinligida, nafaqat ichki senzura, qo'rquv aytaylik, agar to'g'rilab qo'yilgan to'g'ri bo'lsa, O'zbekistonda SNBdan qo'rqasiz. Siz dunyo bo'yicha yuraman-ku, dunyoni xo'jayinlari menga ertaga anaqa shu haqida men dayjestimni ham aytdim. Tramp ustidan kuldim, Xitoyni gapirdim. Mesut O'zil intervyusi chiqdi, yaqinda futbolchini Uyg'urlar haqida gapirganini. Uni gapirdim, FIFAni, Infantiloni gapirdim. Bilasizmi sizga? Yo'q, so'z erkinligi bo'yicha-da. Biz yuqori texnologik davrda yashayapmiz, ijtimoiy tarmoqlar davrida yashayapmiz va bu yerda hozir avvallari ma'lumot qanaqa boshqarilgan? Taqsilchilik qilib turib, faqatgina qaysidir kanallardan, radio, televideniya, gazetalar boshqarib
berilgan ma'lumot. Hozir ma'lumot boshqarib bo'lmaydi. Juda hamma joyda ma'lumot bor va bitta yo'li chalg'itish bor. Ya'ni dezinformatsiya, mizinformatsiya orqali, manipulyatsiyalar orqali fikrni shakllantirish xalqda. Va nimaga xalqni fikrini shakllantirish kerak? Chunki ular ovoz beruvchilar, chunki ular ko'pchilik. Lekin hozir texnologiyalar shunchalik imkoniyat beryaptiki, so'z erkinligini ushlab turish ham shart bo'lmayapti. Chunki raqamli diktatorlik qilish mumkin. Total nazorat. Xitoy boshlab bo'ldi buni. Agar Xitoy boshlab va u samara bersa va iqtisodiy o'sishga olib kelsa, Xitoy qolganlardan o'tishi boshlaydi va boshqa demokratik mamlakatlar Xitoyni ketidan ketishga majbur bo'lib qolishi mumkin. Chunki u eng effektiv yo'lni tanlaganda, o'zi har bir davlatlar faqatgina iqtisodiyot uchun eng effektiv yo'lni tanlaydi, eng yaxshi yo'lni emas. Shunchaki shunaqa davr bo'lgan, Ikkinchi jahon urushidan keyin globalizatsiya eng effektiv bo'lgan. Urushmaylikda, soqqa qiraylik bo'lgan. O'sha inqirozga uchradi hozir. O'shaning uchun bo'lyapti. Hozir ko'pchilik avtoritarizmga qarab ketyapti. Yevropa bunga tipirchilab Faqat qadriyatlar asosida hozircha ushlab turibdi. Ha, Yevropa lekin siz to'g'ri aytasiz, iqtisodiy zaiflashib, inqirozga uchrayapti. Imенно qadriyatlarimni ushlab turaman deganligi uchun demokratik. Shunda eng liberal qadriyatlar. Chunki Yevropachalik liberal qadriyatlari yo'qdi, chunki o'zi o'sha yerdan paydo bo'lgan. Renessans ham, Napoleonni qilgan reformalari hammasi, ayniqsa Fransiya bayroqdori deb yana bir marta o'zingizga qaytmoqchiman. Siz o'zingiz nima deb bilasiz? Shu Xitoy qilgani to'g'rimi yoki sizga Yevropa yoqyaptimi? Ana endi javobimga keldik. Men ishonamanki, bizda avtoritarizm baribir bo'ladi, bo'lishi hozircha bizga выгодный. Shunday. Chunki katta og'alar hozircha kelishyapti, переговор ketyapti. Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa. Bu yerda Turkiya chiqib kelmoqchi hali sahnada, men ham o'yinchiman deb. Saudiya Arabiston o'zini so'zi yo'q hozircha uni, u AQSh tomonga qaraydi doimo. Bu holatda hozir nima bo'ladi bilmaymiz. O'zi juda chalkash bo'lib ketgan. Bu tomonda Sharq va G'arb edi. Falsafalar to'qnashuvida deylik. Siz hozir qaytamiz. Undan keyin yana xristian islom bor. Hozir hammasi aralashib yotibdi. Nimadir qilib kelishib olish kerak. Bunaqa paytda bizga avtoritarizm hozir kerak bo'ladi. Nimagaki biz boshqarish oson. Va so'z erkinligini boshqarish kerak demoqchisiz. Kerak. Undan tashqari biz dogonyayushий ekonomikamiz, yetib olayotgan ekonomikamiz. Buni juda yaxshi bilasizlar. Yetib olayotgan iqtisodiyotda avtoritarizm bitta yo'l boshlovchi bo'lishi. Qanaqa bizda qutuvlar bor edi yoshlarda. O'zimizdan nagana do'stlar. Yo'q, bizda naborot более liberalni chiqamiz, чем sizda albatta. Men ancha konservatorlashgan oxirgi paytlarda shunaqa. Yoki apolitichni yoshlar bo'ladi. Men apolitik emasman. Endi sizdan yoshlilar aytadi, bilgan bo'qlaringni yeylar deyishi mumkin. Bor, unaqalar ham bor, lekin bunaqa bo'lish noto'g'ri deb hisoblayman. Siyosiy hayotda qatnashish kerak. Men hozir hisoblaymanki, gapimni noto'g'ri tushunishmasligi uchun yetib olayotgan iqtisodiyotda avtoritarizm kerak, yo'l boshchi kerak, mega proyektlar, Farmatsevskiy texnik universiteti ochilgani, yana yangi O'zbekiston universitetlari ochilgani, bunaqa katta resurs bilan ochilish faqatgina avtoritar siyosiy Putinning siyosati почти shunaqa, aytganingizdek. Ha, tushunman. Lekin so'z erkinligini Putinning boshqa narsa. Katta proyektlar qilish. Xitoy ham qilyapti. Rossiya, men uni qanaqadir ma'noda tushunaman. Nima bo'lganda Rossiya doim Yevropa uchun o'gay o'g'il bo'lgan. Hech ham qo'shishmagan. Chunki Pyotr bir davrida oxirgilardan bo'lib Yevropa oilasiga qo'shilganda, ular keyin rosa qarindoshchilik qilish harakat qilishdi, lekin baribir o'gayligicha qolyapti. Shunaqa ekanda, ya'ni ayb Rossiyada emas. Putinda emas. Ayb hammada. Putinda ham. Putinni men hech oqlash niyatim yo'q, to'g'risi. Lekin sizning gaplaringiz Putin NATOga qo'shilmoqchimidi? Qo'shishmadimi NATOga? Unaqa. Mana okey, men bitta narsani qarang. Sizni hozir gapingiz oson. Mana mega proyekt, so'z erkinligini nima qilish, boshqarish, nazorat qilish. Davlat xalqdan ko'ra uzoqqa ko'rib yaxshiroq bilish, nima qilish kerakligini, xalq tirikchiligini qilganda aralashmagan. Bu hozirgi noaniqlik, mana shunaqa polyar davlatda muvozanatni saqlab qolish va muvaffaqiyatga iqtisodiy rivojlanishda yagona yo'li deb shaxsan siz bilasiz. Hozir shaxsan shunday yo'li deb bilaman. Biz o'sha Janubiy Koreya, Yaponiya va hozirgi Xitoy yo'ldan ketishimiz kerak. Xitoy mavjudundan keyin tushundiki,
Koreya va Yaponiya yo'li to'g'riligini, ya'ni ular nima qildi? Katta biznesmenlarga imkoniyat berdi va eksport potensialini oshirdi. Gigantlar paydo bo'ldi. To'g'ri, hozir bu yaxshi yerlar tugamayapti. Prezidentni ko'rayotgan bo'lsa, hozir Maza aytadi, shu qilishadi. bolani birga olib kelinglar, ishga olishimiz kerak ekan. O'sha galstuk Hech kim taqqan bunga ekan. qarang, hech kim menga bunga pul to'layotgani ham yo'q. Tushundim, Men lekin ishonadigan narsam. ichki siyosiy bo'yicha agar masalan siz karyera qilmoqchi bo'lsangiz, ideal nutq qildingiz hozir. Men yuragimdan chiqayotgan gaplar. Qarang, Samsung bilan hozir muammolar bor. Samsung juda o'zini hozir agressiv tutadi. Samsung Koreyada muvaffaqiyatga tenglashtirilgan. Odamlar agar u yoqqa ishga kira olmasa, o'zi umuman katta oila bor, bilasizlar, 5 tami katta gigantlar bor. O'shanga ishga kirsa kirdi, bo'lmasam yo'q. Bu hozir ularning endi muammosiga aylanayapti. Qaysi payt bu ularni Osiyo sherlariga aylantirgan, hozir muammosiga aylandi. Yaponiya bo'lmay chiqib ketgan, lekin Yaponiya umuman boshqa narsa, ular madaniy tarafdan falaj, ular g'oyasini madaniyatini ikkinchi jahon urushidan keyin chopgandek hammasini Amerikaga berib yuborgan. Tasavvur qiling, Yaponiyada AQSh madaniyati o'zini madaniyatiga teng. O'zini narsasini ular impotensiya qilib shunday chopfordi. O'shaning uchun ham balki turgandir, bilmayman. Ya'ni o'zgaryapti, hozir fashistlar keldi. Ha, fashistlar albatta keladi, boshqa iloj yo'q. Endi fashistons, nasionalistlar qachon keladi? Men kutdim. Undan keyingi bosqich fashizm bo'ladi. Ha, men hayron qolganman, nega Yaponiyada haligacha nasional harakat yo'q deyman-da. Yaxshi ham mana siz keldingiz, men hozir keyingi pokoleniyani fikrlashini balkim boshqachadir. Nima demoqchiman? Keling, men tugataman. Shunday yakunlabman. Aniq fikrimni hozir nuqta qo'yaydi. Bu faqatgina o'tish davri deb hisoblayman. Biz bulardan o'tishimiz kerak va biz avtoritar rejimda hozir bo'lamiz, o'tishimiz kerak, ulg'ayishimiz kerak va qachondir biz demokratiyani o'zimiz qo'lga olishimiz kerak. Biz deganingizda kim? O'zbek fuqarolari xalqi bundan 30, 40, 50 yildan so'ng Qaerlar o'lib ketadi-ku. Keyin baribir bular keladi-ku. Ha, shunaqa. Biz o'sha davrlardan o'tishimiz kerak demoqchiman-da. Hada avtopilma xuddi shunaqa 30 yil gapiryapti. Biza to'xtanglar. Biza hozir ulg'ayaylik, keyin biza Kia, Toyota bo'lib qolamiz. Men yoshlarga aytaman, harakatinglarni boshlanglar. Ha, avtoritetlarni shubha ostiga olinglar, savollar beringlar, chiqib gapiringlar. Qurbonlar bo'lishi mumkin. Qaysidir qurbonlar deganim qaysidir ma'noda kimdir og'zini yopishadi. Cancel qilishadi. Cancel qilishadi kimdir. Hammashligi mumkin-da, bo'ladi. Lekin bu tabiiy jarayon. Hayot kurashdan iborat. Doimo eng utopiyaga chiqqandan keyin yana boshqa muammolar keladi. Chaqirmanglar, o'zlaring iltimos. Lazzaga shu joyda sekin yakunlarni yasasak, o'zi bugun bir nechta rekordlarni qo'ydik. Birinchidan, mavzular bo'yicha juda ham ko'p mavzularni qamrashga harakat qildik. Ikkinchi rekordimiz Lazzaga mehmonni bo'lish bo'yicha absolut chempionlikni o'rnatdilar. Va Azam juda qiziqarli suhbatni va menimcha samimiylik darajasi oxiriga qarab ochilish boshladi. Boshida sal o'zingiz ehtiyot qildingiz, lekin yaxshimiyamki bizda eng ajoyib provokatorimiz bor-da. Shunday. Shuning uchun Azam sizga katta rahmat. Qiziqarli mavzularda suhbatlashganimiz Mana tanishib oldim. Siz aytmoqchi edingiz, qanaqa qilib mendan tanishib olganingizni? Ha, to'g'ri aytmoqchiman. Universitetda birinchi kurs sentyabr Friday Talk, ya'ni juma kungi suhbatlarga mehmonlar chaqirilardi. O'sha paytda Lazzat Hamov keladi deyishgan. Kim ekan deganman, keyin kirganmiz. Siz o'zingizni voqeangizni aytib bergansiz, tarixingizni, qayerdan ko'tarilganingiz, turmush o'rtog'ingizni qanaqa topgansiz, qanaqa kurashgansiz ular uchun, ularni ham aytib bergandingiz. Biz eshitib motivatsiyalar olganmiz. U paytda ma'lumot juda kam bo'lardi va juda ham yaxshi eslab qolganman. Undan tashqari yana xotiramda yaxshi qolib ketgan sabablardan bittasi, meni kursdoshim Ibrohim Abdug'aniyev familiyasi adashmasam, sizni jiyaningiz bo'lishi kerak. Agar aldamagan bo'lsa, Двоюродный братишка. Hamma yoq tanish bilishchilik. tog'angiz o'g'illari, u meni o'rtog'im, kursdoshim. Aytgan Lazzakam, ha, meni tog'am, amakimmi deb aytgan, shunaqa. Hayotda ham shunaqa desa, ha, qarindoshlar bilan yig'ilganda ham hammani o'rtaga olib o'zlari gapiradilar deb tushuntirib, shunaqami? Dusha kompaniya. Shunaqa ekan. Travma детства. Ha, shunaqa. Rahmat. Endi kichkina sovg'amiz bor. Mana TIM universitetiga xush kelibsiz. Hali ta'lim to'g'risida gapirdingiz. Biza shu aynan xalqaro xususiy universitet ochganmiz. O'ylaymizki, TIM universitetida bizda bilasizmi bir farqi bor. Haligi inqiroz to'g'risida gapirdingiz. TIM universitetiga bor yo'g'i 100 ta 150 ta talaba olamiz. Va bu aynan nimaga beradi? Domlalarni talabalar bilan aynan o'shanday kamerni atmosfera deydi-ku, kichkina auditoriyada suhbatlashib, sun'iy intellekt emas, aynan jonli suhbat hisobiga dunyo qarashini shakllantirishga harakat qilamiz. Hozircha. Men ekskursiya ham qilib berdingiz menga podkastdan oldin. Juda ham yuqori taassurotdaman. Ko'rim turibdiki, bu hammasi qanaqadir
zo'r tursin, zo'r ko'rinsin, remonti emasda, har bir narsani ham dizayni did bilan qilingan, ham funksionalligi bor. Mana bu juda kerakli kombinatsiya. Asoschilarda qadriyati kuchli Shunday bo'lgan bu yerda, o'shanga shu ularning qadriyati, biz asoschilarning qadriyati bu yerda singdirilgan. Mana shunday asoschilarning qadriyati eng quyi qatlamgacha ham to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlarsiz kelinganini sezdim bu yerda. Har doim bunaqa bo'lmaydi lekin. Rahmat. Endi harakat qilamiz shunday ushlab qolishga. Aynan uni ixchamligini hisobiga, chunki o'sgan sari ba'zilarda sifat yo'qoladi. Shu narsaga e'tibor berish. Xursand bo'ladim agar Team University'ga qanaqadir davra suhbatlariga agar chaqirsanglar, men Bitta shunaqa Friday tag bo'lib, endi sizlarni очередьlaring. Yo, unga loyiq bo'lsam, chaqiringlar o'shanga. Albatta. Pluralizm мнений-da, bizda bu yerda kimdir liberal demokratik bo'lsa, kimdir yeshi to'xtanglar, bunaqa g'oya ham bor deb aytish kerak. Shunday. Endi yakunlab qo'yish uchun aytamizki, ko'rgan suhbatimizni befarq bo'lmanglar. Albatta o'zingizlarning fikringlarni qoldiringlar, ijobiy, salbiy, Like, yaqinlar bilan o'rtoqlashing. share qilinglar, yozinglar. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham.